Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum. Bütün dünyada muhaciretde yaşayatkan, vatan üçün hicret kılgan, milleti üçün, dini üçün küreş kılmakçı boluvatkan, bu meydanlarda hizmet gösteriyatkan bütün kıyırdaşlarımız bugün Uygur halkının, Şarkı Türkistan milletinin halkının bir yerge tutumuzun tıkışıqa hem imkaniyet bulmayatkan, dünya şunca kengri bolsunmu, biz o kirziske petiyatkan bir devirde çıkış yolu izleyatımız. Dünyanın qayerda yaşayımız, bu davanı qanday qilamiz, Şarkı Türkistan'ımızı qanday qutulduramiz degan meselede chet eldeki köp kısım qarindoshlarimiz o'ylanyapti, xizmat ko'rsatyapti, da'vo qilinishyapti. Uning o'xshagan bizning studiyamizmi xalqimizning ikroni bo'lish maqsadida xalqimiz ichida yuz bergan hal qilishga tegishli bo'lgan masalalarni ikronga olib chiqish orqali tashkilotlarga, rahbarlarga, davlatlarga islohot boshlashiga turtki bo'lish uchun va besim qilish uchun davomli ikronlarimizda eng qiziq bo'lgan nuqtalarni, eng muhim bo'lgan nuqtalarni ikronga kelish orqali xalqimizni xabarlantiramiz. Bugun ham ikronimizda Alijon, Ahmet ve Ekrem qarindoshimizni keldik. Bularninki o'ziga loyiq bir şekilde ko'ngil so'zlari ve o'zining ehtiyojlari ve hayatının bu davada bexatarlik uchun ba'zi bir ehtiyojlar bo'lganlik uchun bugun ikronga kelishni xohladi va biz uni taklif qildik. Bugun bir ishni hal qilmoqchimiz qarindoshlar. Bugün bu yerga derdimizni to'kish orqali dunyoda ma'lum darajada sharoit yaxshi bo'lgan qarindoshlarning sababi bilan to'g'ri bo'lgan ve sharoit yaxshi bo'lgan mamlakatlarda pasaport ilish va u yerda o'ltiroqlashish, u yerda yashash degandek masalalarni hal qilishga bugun ikronimiz sabab bo'lib qoldi inshaalloh. Ve bu ikki qarindoshimizning so'zini anglab bo'lgandan keyin biz Kanada'da yakından beri 5 aile birleşip bir aileni qutuldirish hareketinin teorisini, nazariyasini o'ttirib tashlayotgan ve bunun için hizmet qilayotgan aktivist Guli Hanım'ın ikramına kelib, o hanımınki Türkiye'de veya ki dünyanın arqandaq bir yerinde Kanada'ga köçmen bo'lishni arzu qilayotgan qarindoshlarimiz qanday qiladi, nima ishlarni qilish kerak, Kanada'daki Uygurlar nima ish qilib berish kerak, bundaq birleşken bir şekilde qanday bir aileni qutuldurup qalamiz yoki to'g'ri bir yerga o'rinlashtira olamiz degan masala ustida Guli Hanım bilan suhbat olib boramiz. Diqqatinglar ikronimizda bo'lsin. Her zaman naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Her zaman o'zinglarning fikrini ilmiy shaklda o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ikki qarindoshimizdan va yoki Guli Hanımdan har qanday bir şekilde Kanadaga ko'chish masalasida, u yerga o'rilish masalasida bevosita savol so'rasanglar bo'ladi. Hammaylar birlikte bu programmani ilib boramiz aziz qarindoshlar. Tövende men ikronda sizlarga ko'rinayotgan bu ikki qarindoshimizni so'zni o'ziga beraman ve o'zini qisqacha bizga tanishtirib o'tgandan keyin agar xohlasa o'zininki ko'ngil so'zlarini, dardini xalqimiz bilan o'rtoqlashib, buning chiqish yo'lini izlaymiz aziz qarindoshlar. Yuqorida ikronda sol tarafda o'tirgan qarindoshimiz Ali Ahmet. Assalomu alaykum. Ve aleyküm assalam. İkronimiz hoş geldiniz. Ma'lum bir maqsad, ma'lum bir planingizning borligini, buning uchun izlanayotganligingizni o'tirib qo'ydingiz va ikronimiz orqali ve Kanada'daki Uygurlar bilan birlashib buni qanday hal qilamiz masalasida ikronga keldingiz. So'zni sizga beraman, siz o'zingizningki plan fikrlarni o'tirib qo'ysangiz bo'ladi. Marhamat. Tamam. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi barliq Uyg'ur qarindoshlar jumladan Kanada'daki Uygurlarni bexatar yerga o'tkazish uchun ko'ngil bo'layotgan qarindoshlar. Qurban yetinglarga muborak bo'lsin. Mendan sizlarga o'ttiq salom, alaykum.
Malda özüm tanıştırıp bitey. Mening ismim Alijon Ahmad. Bu yil 33 yosh kirdim. 3 balam bilan oiladagi 5 kishi hozir Turkiyada yashaymiz. 4 yildek bo'ldi. Meni bu ekranni kelishdagi asosiy maqsadim yaqindan buyon menga ma'lum bo'lgandek Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarning bexatarlik masalasiga butun dunyoda Uyg'ur qarindoshlar yaqindan diqqat qilyotdi va ko'ngil bo'lyotdi. Shu vajdan Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarni bexatar yerga o'tkazish, ya'ni shu Kanada qatorliq demokratik g'arb ellariga o'tkazish to'g'riliq xizmatlar ishlayotdi. Men shunga o'zimning yaqindan buyon bir izlanishimni shu to'g'riliq har qaysilar bilan o'rtoqlashish bilan birga o'zimning shu Kanadadagi ya'ni Uyg'ur suyar bir Uyg'urni o'simi shu Kanadaga bir akavasoq deydigan shu Uyg'urlarga yordam qilsak deydigan qarindoshlardan samimiy yordam so'rash maqsadida bu ekranga keldim. Undan keyin mening yaqindan buyon izlanishimcha Kanadaningki ko'chmanlar siyosatida, ya'ni Kanada ko'chmanlar siyosatida shu Kanadaning boshqa davlatdagi shu musofirlik salohiyatiga erishgan musofirlarningki Kanadadan hamda bir necha xil usul orqali Kanadaga shu musofir salohiyatini berish bir programmasi bor ekan. Buni men Kanada hukumat torbatlaridan bir izlangan bo'ldim. Ya'ni shu musofirlik salohiyati bo'lgan bir musofirni Kanadadan ananiki shu 5 kishi kepillik bersa, ya'ni iqtisodiy kepillik bersa Kanadaga ananiki yo'l qilib bir akaga bo'ldi ekan. Shuningdek bir necha xil buning programmasi bor ekan. Endi bizga hozircha mos keldigini shu Turkiyadagi qarindoshlar bir qurum mos keldigini shu 5 odam kepil bo'lib musofir salohiyatiga birsini Kanadaga olib kirishgan. Shunga endi men o'zimni bir tushuntirib o'tay. Men 2016-yili yil Turkiyaga kelib, oilamning bexatarligi vakillari uchun shu Turkiyadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga xalqaro qo'g'dinishni iltimos qilib, Turkiya musofirlik salohiyati turyapman. 2018-yil yil oxirida Turkiya hukumati meni bexatarlik tekshirishini o'tkazib, musofirlik salohiyati berdi. Shunga hozir Turkiyada yashayapman musofirlik salohiyatida. Shunga men endi shu bayam so'zlaganimdek Kanadadagi ko'chmanlar siyosatidagi shu 5 kishi kepil bo'lgan shu Kanadaga yo'l qilish to'g'riliq ko'p izlangan bo'ldim. Undan keyin Kanadadagi bir necha qarindoshlardan shu to'g'riliq yordam so'ragan bo'ldim. Uning ichida endi Kanadadagi Roper Turdush xonim menga yaqindan yordam bo'lib, shu ishlarga bir yordam qilgan bo'ldi. Undan keyin endi Kanadadagi boshqa qarindoshlardan bir yordam so'ragan bo'ldim. Mana shu kepil o'pirish to'g'riliq so'ragan bo'ldim. So'rsam ba'zanlar endi shundoq o'zining yordam qilganligini bildirgan bo'ldi. Bir kepil o'pirishni xohlaydigan bo'ldi. Ham bir nechisi endi shu tunimaydigan bir odamga kepil o'pirishga endi sal ehtiyot qilganligini, bir o'ylashib ko'rganligini degan bo'ldi. Uni tunda to'g'ri tushungan bo'ldik. Shu endi shu programma orqali men Kanadadagi qarindoshlardan samimiy holda meniki shu oilamningki bexatarligi vakillari uchun menga bir sponsor bo'lib turishni, ya'ni iqtisodiy kepil bo'lib turishni chin ko'nglimdan umid qilib shu ekranga chiqishim. Shuningdek endi bu hozir endi bu kepil bo'lish shu Kanadadagi qarindoshlarning kepil bo'lishi Kanadadagi shu vatandosh yoki 18 yoshdan yuqori Kanada vatandoshi yoki Kanadadagi uzun dönemlik yeşil kartı algan har qanday qadam kepil bo'la oladi ekan. Bunga bir oz endi iqtisodiy isbot qilib ko'rsatish kerak ekan. Bu kepil bo'lishga endi shu meningki Kanadaga borgandan keyingi 1 yillik iqtisodimga kepil bo'ldi ekan bular. Uni birozdan keyin Guli xonimning o'zidan yana taxmi ilgiligi asosida anglaymiz inshaalloh. Tamam. Sizning masalan hozirgi men sizga so'zni beraman. Birozdan vaqtcha qarindoshimiz Akram Alininki salomini va ko'ngildagi fikr maqsadlarini anglab baqadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlar, hammanglardan assalomu alaykum. Hammanglarning Eidga qurbon, Eid muborak bo'lsin. Uzr dilayman, men tunji qitim bundaq ekranlarga chiqishim bo'lganligi uchun biza heyecanlıyım biraz. Hammanglardan assalomu alaykum.
Allah razı Ben olsun. şu Ali qarindishimga o'xshash Turkiyaga kelib, hammanglardan o'xshash ama şu Birleşmiş Siz Devletler başvurdunuz mu? falan- Şu Birleşmişke UN'ga başvurdunuz mu? Xo'sh, Birleşmiş Başvurgandan keyin u yerdan nima natija chiqdi? ben o şu Ali'ye o'xshash 2018 kelgan bu Turkiyaga kelib uzun o'tmay meningki hamda talay hisobida shundoq şu 2019-yil 1-oyda şu shartlik multeji olarak şu shartlik multeji bo'ldik hamda Shartlik multaji deganingiz nimasi ekan? shartlik musafirlik guvohlik nomisi degandek qonunliq şu Turkiyada qonunliq Sizni qayerga bo'ldi? Meni hozir şu shahardan Bolu shahriga bo'ldi. Shu Bolu turyotamsiz? Hozir Bolu shahridayim. Shu yerda masalan sizni imzo qo'ydigan bundaq bir ishlar buyruq qildimi? Biz hamda bu yerda har oyda 2 qatim imzo atamiz. Shunga o'xshash her hafta 2 haftada bir qatim berib imzo atamiz. Şu Ailengiz bilan birga. To'g'ri, men oilam bilan birlikda şu xalqaradan sizni saqlab turib o'sha yerda tutib tursam, biz sizni ekitimiz degan masala bilan turyotamsiz. Shundaq şu Birleşmişning nimasi qarori qachon chiqishi ham yerda turib qo'ygandik biz. Allah razı olsun. Bo'ladi, bu programmamiz intayin xalqchil bir programma. Bizning xalqimizning ikroni hisobda. Shuning uchun bugungi kunda butun Sharq Turkiston medialarining oldin qatorida turib xalqimiz uchun xizmat qilyapmiz. Shuning hayajonlanishning hech hojati yo'q. Hayajonlanmay o'zingizni qo'yib berib tabiiy holda qandaq masala bo'lsa o'tirib qo'ysangiz bo'ladi. Hamda ba'zi ikkilandamdalik jang maydoniga o'xshaydi. Jang maydoniga chiqarganlarning nurg'unlari bu ikkilanga chiqolmayotdi. Masalan, 2 yilning yog'i biz shu jangchilarni chiqib boqaylik dedik, ammo jiqlari chekingan bo'ldi. Chunki bu yerning o'ziga loyiq bir quroli, o'ziga loyiq bir surva. Biroz hayajon bo'ladi, ammo birozdan keyin hamma hayajoningiz ketib qoladi. Bundaqda men Ali Ahmed qarindishimiz so'zini beraman. Asosiy maqsadni desanglar, hozir qiyinchilikni desangiz, undan keyin Guli xonimni men ikkiramga kelib sizlarning savollaringizga javob beramiz. Ma'qul. Mening asosiy maqsadim bayam deb o'tgan bo'ldim, o'sha Kanadadagi qarindoshlarning meni oilamningki bexatarligi vakillash uchun mana bir kepillik o'pirish uchun ko'nglimda umid qilaman. Bu kepillik deganim ham deyman, shu iqtisodiy jihatda kepillik bo'lg'achqa, mening hamda burun vatanlik vaqtimda o'rgangan kasbim bo'lsin, shu yemak-ichmak kasbiniki oliy oshpazlik kasbini bitirgan. Shunga hamda qilgan asosiy kasbim oshpazlik kasbi, sharq tamoqlar, milliy tamoqlar degandek oshpazlik kasbi shug'ullanaman. Turkiyadan shu kasbni chiqib shug'ullanyapman. Uningdan boshqa mening qo'limdan yana shu uy bezakchilik, yog'ochchilik, sirchilik, tokchilik deganda kasblar asosi bor. Uningdan boshqa cho'ng kichik mashina haydash, sho'purlik 10 yillik tarixim bor sho'pur. Shunga hamda Kanadaga ketib qolsammi, o'zimningki shu jinimni yaxshi biqib ketish ishonchim bor. Turkiyada yashayotganim 4 yil bo'ldi. 4 yilning yoki men bir Uyg'urdan yoki bir tashkilot olsun, bir Uyg'urni oldiga berib, har qanday bir shaklda bir yordam so'rab, bir ko'rishib qolgan hech bir yerim yo'q. Shunga hamda Kanadada meningcha shu iqtisod kepillik bo'lib berganlarga iqtisodiy jihatdan hech qanday bir bisim qilmay, o'zimning kuchiga o'zim tayinib, yaxshi qilaolishga ishonchim bor. Uning ustiga biz borgan taqdirda hamda bir chiq apparamsaqmi, menimcha bir yillik o'zimizning xarajatini apparalaydigan ishonchim bor. Undan keyin yana Kanadadagi kepilib turgan qarindoshlarning ansiraydigani birsiga shu kepilib bersak, shu iqtisodiy jihatdan kap mishaga ishlamay tursa, biz iqtisodiy jihatdan ziyon bo'larmikin deb ansiraydi ekan. Undan keyin yana birsi, ba'zan qarindoshlar menga shu tunmaydigan odamga kepil bo'lib bersak, ba'zan bexatarlik masalalari to'g'riliq ansirganlarmi bo'ldi. Ularni to'g'ri tushundim. Uningdan hech qanday bir ansirishinglarning hojati yo'q. Qanday desanglar, men Turkiyaga kelgan vaqtimdan boshlab
Türkiye'ninki hem de uzanlar bilseler muhiti sel hem de okşumaydı. Sel şaraiti muhitleri sel kalaymakan boğaşka. O esirişimin toğra. Ben hem yeni kelgen vaktimden başlap hem de şu halkaralık qoğdunuşku başvurgandan başlap mana şu köçmenler idaresilik xadimlarımı agahlandırış bergen boldu. Yürüştürüşün alay dikkat kılışın gerek. Onu bir xatar teşhüsün salamat ütenmeysen de ben şu hem de bir adam köprek toplaşka yagım hem bir baxmıdan şu vaqtça bir özümdeki şu vatanı tunaydigan bir neçe alağınlarım bilen yaşap ketdim. Hiç bir dostum tutmagan bopdum. Yolunun çitidan menip yani aslı desep hiç qanday bir zarriçi bir narsaga bir azar berdigan, zarriçi qalaymagan bir radikal tiki bir narsalarga aralashgan hiç qanday bir ishim yo'q. Şuna o jihatdan muxotirjam bo'lishini, iqtisodiy jihatdan ham xotirjam bo'lishini hech qanday bir eg'irligimni sanmaslikqa ishonchim bor. Ondan keyin bu endi men o'ylayman, shu Kanadadagi Uyg'ur qarindoshlarning Uyg'ur suya millat uchun bir bedel to'lashni xohlaydigan qarindoshlarning mana biz tayyor. Hozir bizga bir yo'l minib bersa Kanadadan uzoq qolmay bir javobi keladigan, saqlasak keyin natijasi yaxshi chiqadigan bir ishkan bu. Siyosatdan bor, qonundan bor mansub bo'lgan. Bunun andımız Türkiye'deki Uygur qarindoshlar için bir kelajakda bir yaxshi bir yo'l bo'lib chiqish uchun men hamda Allohga tavakkul qilib, nurg'un qitim o'yinlanish orqali buning oldida hech qanday bir shakldagi bundaq media, bundaq faoliyat hech qanday bir narsaga qatnashib boqmagan. Bu qitim hamda Allohga tavakkul qilib mishaga chiqishim. Kanadadagi qarindoshlarning bizni umidsiz qo'ymay, bir qo'lidan kelishcha bir yordam qilishini chin ko'nglimda umid qilaman. Sizningki bu aşxana, aşçılık hünürünüz var ekan. To'g'ri, men hisobda 16 yillik oshpazlik kasb o'rgangan, vatanimda oshpazlik oliy maktabda o'qigan bo'ldim, oliy oshpazlik. Hozirgacha Turkiyada shu kasbni shug'ullanib ketib borman. Nega bo'lsa o'zimizning hurmat bilan, izzatimiz bilan oilamizni guldek biqib ketib bormiz. Onun üstüge men ingliz tili o'rganayotganim xeli bo'ldi. Ayolimmi inglizcha asos shunda yaxshi bemalol inglizcha paralashib qolalaydi. Kanadaga borsak, menimcha bemalol maslashib ketishga ishonchim bor. Yani to'xtamlish berishqimi ma'qul deydigan sizda unda qo'g'anda. Mening tavsiyam hamda oshxona ichayotgan qarindoshlar bo'lsin, masalan oshpazga ehtiyojlar yoki oshxona ichishni o'ylashayotgan qarindoshlar bo'lsa, yordam qilsa inshaalloh men qo'limdan kelishicha hamkorlashib qildiganga ishonchim bor. Masalan, o'tganda Yaponiyadan menga bir aylan telefon qildi, oshpaz lozim degan topalamdik deb. Shunga o'xshagandek Yaponiya ham bo'lamdi, masalan yoki Yeni Zelandiya va Avstraliyadan oshxona oshpaz lozim bo'lgan kishilarmi bo'ldi ekan, yoki sizning maqsadingiz shu Kanada bo'lsa ham yaxshi bo'ldi deb o'ylaysiz? Endi hozirgi meniki salohiyatimda bu musofirlik salohiyatimda dunyodagi endi boshqa davlatlarga qaraganda Kanadaning ko'chmanlar siyosatida musofirlik salohiyati odamning hozircha Kanadadanki faqat yo'lmang'il bo'ldi ekan. Siyosatda bor ekan bu. Shoma ko'p izlanish orqali buni o'tganlarda to'g'ri ancha-muncha inkas şekilde izleyip davran qilib yurib, mana yerdan qilib turayotganlar bor bo'ldi. Biz boshladik xil bo'lgan bu ishni. Ondan keyin bu Guli xonimni biroq bir inkas yozishgan bo'lib, keyin Guli xonim shunday yaxshi videolarni ishlagan bo'ldi. Şu an bo'lsa, imkon bo'lsa, shu Kanadaga hozircha mening shu rasmiyatimda oilam bo'yicha shu qonunlik bir yo'tkilishimga shu Kanadaniki shu kepillik ishi tushdi ekan. Bunda qo'yganda birozdan keyin Guli xonimdan sizningki maslangiz to'g'risida maslahat olaylik. Nimaninki Akram qarindishim sizning yana boshqa aytib qo'yadigan so'zingiz bormi? Siz hayajoningizni hamda tashlab o'tib butunlay yangicha jonliq jasorat bilan qanday gapingiz o'z qilsangiz bo'ldi. Rahmat, assalomu alaykum. Qaytadan keldi. Haqiqatan men biroz hayajonlarimni bosolmay qoldim. Tunji qatim mening mustaq ekran oldiga chiqib, shu qarindoshlarimiz bilan ham suhbat qilmoqda. O'zimning ichidagi dardlarimni va bundan keyingi inshaalloh va bundan keyingi bo'lgan maqsadlarimni tushuntirib bo'g'icha o'zimning hayajonlarim bilan ichimdan ta'lab fikrlarimni bosolmay qoldim. Gaplarimni qo'llashmay qoldi. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barcha qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlarim, hammanglarga men Akram Alidan salom. Men bu o'sha Ali qarindishimga o'xshash, men bu 2018-yili Saudiya Arabistondan o'sha Turkiya zaminiga kelgan, Turkiya zaminida Anqaradan shu birlashmish UN qo'g'dug'uchilar nimasiga boshurib
şu aşağıdan şu küçük şu Türkiye hizmetindeki küçük şehirlerge bölüp koyduğum bu taraflarda şu UN'nin nimesi uyucu şu küçük şehirler yaşatıma benim deydiğim şu Sizning ünürüňiz barmy Elijan okşaş? Alijan okşaş Ünürüňiz barmy? Mening deydiğim şu Kanadadaki barcha qarindoshlarımızning meni kichik ko'may demdelik hayajonimni bosolmay qoldim, gaplarimni o'nglab gaplanmay qoldim. Alloh razı olsun hammalardan. Sizning ünürüňiz barmy? Qarindoshlarning Ünürüňiz. Ünürüňiz barmy diýme, ünürüňiz. Üne barmy? Mening endi üne desek, üne digidek men vatanda to'liq o'tirni o'qib chiqib ketgan Misrda arab tugangan. Saudiya Arabistonda 3 yil turdik. Alloh shukr, endi ancha-muncha tarjimonlik vatanda vaqtlarda hamda biz to'g'aqlarda İngilizçeniz barmy? İngilizçeniz. İngliz tilida asosli saviyam bor, ancha-muncha chiqib yaxshi o'qiy olayman. Tamam. Allah razı olsun. Bunda olsa ben Gülay Hanım'la nimeге ekkelime. İkiranda cevap versin. Ben Gülay Hanım'a telefon kılıma hazır. Yani sizlerinin bu işinlerini qanday hal qilamiz ve bu başlangıçtan keyin yani qanday ishlar bo'ladi, yani qanchalik odamlar bu yerga ketalaydi. Kanadadagi Uyg'urlar bunga qanday qaraydi? Yani eng muhim bo'lgan narsalardan birisi Kanadadagi Uyg'urlar qanday qaraydi bunga? Çünkü elbette shularninki nimasi bo'yicha agar yordam qilishni xohlasa Kanadadagilar bu ish inshaalloh ro'yobga chiqadi. Ular yordam qilishni xohlamasa bizning qancha kuchug'imizning amal yo'q bo'lib qoldi ba'zida. Çünkü hammalar birlikda qiladigan gap bu masalani. To'g'ri. Hüseyin Tecelli efendim ahırda bir gipim batı ketip koysam. Bo'ldi, ketib qo'ying. Undaki o'rayamiz. Muşu Kanada'daki qarindoshlarga samimiy bir so'zim bor, yurak so'zim, shuni bir daqiqa to'g'ri ko'rdim. Kanada'daki qarindoshlar endi biz Uyg'ur millati bo'lgandikin bizning Uyg'ur millatidan boshqa yordamchimiz bo'lmaydi ekan. Şuna bu qitim şu Kanada'daki Uyg'ur qarindoshlarning faqat ig'ir ko'may, ortiq o'ylamay, bir ishongan asosda biz bir başlangıçı bo'lsak, biz bir başlasak biz to'g'riliq biz bilan. Biz bir yordam qilsanglar. Yordaminglarni bizim ikki dunyo unutib qolmaymiz. İnşallah bağgandan keyin loyiqida rahmatimizni bildiramiz. Mushu endi butun dunyoda ko'ryapmiz. Bizga endi ba'zanlardan dindoshlarimiz deb og'ringan bo'ldik, yordam qilmadi. Soydaşlarımız deb ularga yordam qilmagan, ulardan og'ringan bo'ldik, ega chiqmadi deb bizning Uyg'urdan boshqa egimiz yo'q. Uyg'urlarniki bizga ega bo'lishini Kanadadagi Uyg'urlarning chin ko'nglimda umid qilma. Allah razı olsun. Bo'ladigan vaqtda men nimaga bir telefon qilay. Yani sizlarga nima deb javob berdi, javobini anglaylik inshaalloh. Aleyküm assalam Gülay Hanım. Yaxshi turdingiz? Yaxshi, rahmat. Hammalarga salom meni. Men naq maydonda uryapman. Bugungi naq maydon suhbatimizdan va bugungi bu hal qilish uchun ikkironga chiqqan qarindoshlarimizninki qanday dadi borligidan biroz xabaringiz bor. Hozir herhalde suhbatni ko'rib turibsiz, qarindoshlarning so'zlarini angladingiz. Ya'ni Kanadadagi bütün Uyg'urlar bizga bir yordamchi bo'lgan bo'lsa, bir adam bo'lsinmi, bir oila bo'lsinmi, ikki oila bo'lsinmi, albatta bir chiqish yo'liga ega bo'lgan bo'lsak degan umid ekan. Bu ikki qarindishimizga qanday bir so'zingiz bor, uni anglab yetgandan keyin endi sizning bu 5 oila birlashib bir oilani Kanadaga yerlashtirish dersingizni undan keyin anglasak deb o'yladim. Bo'ldi, rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlar hammalarga menodan o'tib salom. Oldindan Hüseyin Tecelli efendi sizniki bu meni ekranga taklif qilganingiz qo'sh bo'ldim. Bunga alohida rahmat aytaman. Bu ikki qarindishimizga deydigan gapim
sizlarga oxirin yurakli holda ekran oldiga chiqib o'zinglarning dardini anlatganligingizdan bu bir so'zni eshitsam bo'ladi. Texnik holda, texnik yurakli holda shu o'zimizningki dardini o'zimizning odamlarga emas, butun dunyoga anlatadigan dardniki shu birinchi qadamda oldinglar deb qarayman. Endi bu darsimni boya degandagidek avval Kanadadagi kishilarninki qarashidan boshlanadi yoki men shu programmada so'zlandim bilmadim. Nasıl ben sualımı soruşqa başlayı. Sizningcha mayli Ekrem bo'lsin, mayli Ali bo'lsin, albatta bu bir oiladan boshlanadi. Qanday kichikdan boshlansa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Balkim Kanadadagi bir oila, 5 oila birlashib bu ikki qarindishimizning birisini Kanadaga ekitishda boshlanmachilik rol o'ynashi lozim albatta. Ular qaytilsa. Sizningcha ashunday ekitish imkoniyati bormi? Buningdan kelayli. Ma'qul, tamamen imkoniyati bor. Chunki bu ikkilarniki salohiyati ya'ni shu biz so'zlamoqchi bo'lgan 5 oila birlashib kepil bo'lib Kanadaga aytilishningki shartlariga tamamen tushadi. Tamamen egilaysizlar yani. Tamamen demek buniki şartları bor albatta. Shu oilaniki shartiga tushish kerak, lekin hozir shartga tushadigan bor, ikkilaniki sharti tamamen tushadi demakchi. Bu 5 oilaga bo'ladigan shartni so'zimda-ku. Bo'ladi, unda bo'lsa siz necha vaqtdan bir YouTuber holatida ba'zi darslarni e'lon qildingiz. Mush Kanadaga odam ekilish yoki qonunliq bir shaklda kishilarni ko'chirish masalasida. Bundaqda men sizning ikkironga sizning darsingizni chiqarib beraman. Agar bu qarindishimiz ikkironda o'ltirishni xohlasa yoki so'z qaytishni xohlasa ikkironda turpasi bo'ladi. Agar biz Astriddan gapimizni qilib bo'ldik, o'ltirib Guli xonimning darsini anglaymiz deb qilib qolsa, men bu qarindishimizni uzatib qo'ygandan keyin sizning darsingizni ochaman. Ekrem, Ali qarindoshlarimiz, sizlar Astriddan darsini anglamsizlar yoki shu ikkironda o'ltirishni xohlamsizlar? Meni hozir qaytib qo'ygan bir mazmunim borki, agar keyin oxirdaroq bir qaytib qo'yg'il bo'lsa, sal turib chiqsam bo'ladi. Bo'ldi. Buna olsa her zaman telefon qilsangiz bo'ladi. Tamam. Yoki aloqalasak bo'ldi. Ekrem qarindishim sizning oxirgi so'zingiz o'z qaytib qo'ying. Birozdan keyin agar gap so'z bo'lib qolsa, aloqalasak bo'ldi. Oldu, men şu Ali qarindishimizdek birozdan keyin agar gap so'zlarim qaytib qo'ygan gaplar bo'lsa, men telefon qoldirib qo'y. Bo'ladi. Bo'ladi, rahmat sizlarga hamsa. Rahmat. Allohga emanet. Sizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Allah razı olsun. Guli Hanım, İşkiran'da sizin dersinizninki birinci bitini açtım. Kanada'nınki devlet bayrağı işlama. Şundaq ha. Ben bu 20 sekund keyin bu şeyde ben yine göremem kaldık ama onda olsa ben sözler vereyim. Kanada köşmen kabul kıldıgan devletlerdeki biri. Dünyanın arkası şeylerinde amal devletlerdeki köşmen siyasetleri bazı da bugün sözlerden masasılmış. Kanada'nınki boğan iken Kanada doğruluk yapılay. Yeni dünyada 21 milyondan artık UNHCR'a yani bu işki kırındışımız yurtumuz kalan geldik. Aşında kolunda aşında materyali bağ adamdın. 21 milyondan artık adam başka devletlerge kaydı oruluşunu saklavatkan adamdın. 21 milyondan artık adam bağ. Kendi resimine qarab baksanız ularniki turmushi mana shunday qiyinchilik holatda. Hozirmi UNHCR'ninki aşı kamplarda yashaydi. 3-chi rasmda shunday nurg'un kamplar bor, ularniki sharoiti mana shunday. Kendi rasmga qarasangiz ular shu UNHCR'ninki ishxonalarda o'tirib, o'zlariniki dardini anlatib, qo'lidagi bor materiallarni shularga topshirib Arkadaş dünyanınki başka devletlerinki Avrupa'ları bulandı, şıkıda köşmen kabul kılalıki yerlerinki, kuşlarınki haberini saklavatkallar. Yani bay
emigran'a çıkan iki kardeşimiz okşaş kardeşten 21 milyondan artığı var degenge. Bütün dünyada. Bütün dünya boyunca. Bizimizdeki Uygurlarnikini ilip etsek, Dünya Uygur Kurultayı'niki Tor televiziyası ekranda elan kılgan sani qaraganda Mehmet Muhtatımız dedi 253 nefer UNHCR kabul kılgan kardeşimiz var. Bularning ichida qaqalardan yani iltimasını qaytırıp elip qaqalardan 80 necha deb e'lon qildi. Endi jamoat to'pida faqat ikkilangan bor dedi, ham uni bilmadim. Uni bir o'zi tushunchasi tam ish qilib mayli 2 bulamdı, mayli 80 necha bulamdı, mayli 253 bulamdı. İş qilib bizniki Uyg'urlarimizning ichida UNHCR qabul qilingan o'sha ruxsat tilini saqlayotgan qarindoshlarimiz bor. Bularni Kanadaga o'rinlashtirg'ili bo'ladi. Kanada keligrisini narsangiz Kanadaga qarşılayotgan Kanada kishilarninki qarşılayotgan ismlari bor. Yani demakchi Kanada o'sha siyosiy panohlik tilaguvchilarga ishni ejirtirgan davlat deb e'lon qilgan. Ammo buning shartlari bor, deb turib shartlarni so'zlaylik. Yani Kanada prezidentininki mi şu refüjilarni qarşılayotgan bir resimdek gördüm o şu mu emasmi o'xshaydi ekan bu hali? To'g'ri, 2013, 2014 va 2015 yillari orqadan Suriyalik siyosiy panohlik tilaguvchilarni Kanadaga yerlashtirgan. Jami 30-40 ming atrof bo'lib deyman, o'sha oldingi bir necha yil o'tgan. Hatta bizniki bosh minister Kanadaniki shu aeroplan stansiyasiga chiqib Suriyalik refujilarniki oldiga chiqib ularni qarshi olgan. Kanadadagi o'shadagi qarindoshlarmi demakchi buning Kanada xalqimi dunyodagi nice deymiz. Boshqa dunyosidagi boshqa davlatlarga solishtirsak shu Kanadadagi kishilar eng yaxshi bu yerda discrimination boshqa Yevropa allariga qaraganda eng tuman yoki yo'q yerlik. Yani şu Kanada'daki siyasi köşmelerge qarata siyasi ve siyasi panohlik tilaguvchilarga qarata elib borgan siyosatlari, yaxshi siyosatlari bor ham davomli qabul qiladi. Bu birinchi, ikkinchi aytlam chiqqan oldingi 12 masalalarda davomli e'lon qilib turayotgan Kanada'niki siyosida ko'chman qabul qilgan soni keyingi 3 yilning ichida milyondan oshadi, yani 1 milyon 300 ming atrofida deb e'lon qildi. Ammo shuning ichidagi qancha persenting shu siyosiy panohlik tilaguvchilar bo'ladi. Endi panohlik tilash bilan ko'chmanlikka iltimos qilish bu ikkisi ayrim-ayrim ikki masala. Shunasi qarindoshlarniki ikkisiniki o'zini aniq ayirib olishini umid qilaman. Panohlik tilaguvchi bilan ko'chmanligi farqi. O'z meniki YouTube kanalimga kirib ko'rib olsam bo'ladi. Bu to'g'riliq keng gap qilay. Endi mau qizlarning nimiga qarasangiz, bu yerda hozir so'zlamoqchi bo'ldim. Refugee'ga sponsorship qilgan programmalar. Bunun keyingi ko'kramlik Refugee Sponsorship Training Program deganni ochsangiz, men o'rganayotgan darsim hozir shu texnik bitirmadim. Hozir o'rganayotman shuniki. O'rganish jarayonida shu bilgilarimni xuturliq ko'pchilik bilan baholayotganim. Bu qandaqla sponsor qilib panohlanuvchini egalaydi degan joyda, ya'ni sponsorship agreement holders, ya'ni shunday bir hukumat bilan bir kelishimnomasi bor bo'lgan tashkilotlar bor. Butun Kanada bo'yicha jami 114 bu tashkilotlarning soni. Quebec o'lkasini o'z ichiga olmaydi. Andan keyin 5 oila bir guruh bo'lib egalaydi. Undan boshqa community sponsors deymiz. Ya'ni akas cherkov deydi, masjid deydi, yoki bo'lmasa shu associationlar bor. Aslında təşkilatlar işlem eklerleydi. Ulanki prosesleri, jarayonlari ayrım. Meniki asaslık sizler demekçi boğunum, tunuşturmakçı boğunum. Hem de Kanada'daki qarindoshlarga safarbarlik qilmoqchi boğunum. 5 aylı birleşip Kanadaga eklish siyosati. Yani bu Group of Five Community Sponsor deganga tushundim sizni. O'tirdagi Group of Five tushundim. Hozir so'zlamoqchi boğunum 5 aylık 5 yildan birleşip bir aylık bulup ekleş. Ama şu programın içinde bir neçe programlar var. Ama şunun kendikini açsanız Blended Visa Office Referred Program diye tam şu programda ben tanıştırmak için Kanada'daki qarindoshlarga. Açtım ha. Hem de bu 5 aylık kepil bulup ekildiğin programdan önce bütün bir yıllık çıkımını götürüp yerimizde bu ayrı bu Visa Office Referred Program deydi. Hem de 20 6 aylık mikini
hükümet götürüp berdiğan 6 aylık mitini şu Kanada'daki 5 kepil götürüp berdiğan bu programdaki ismi Blended Visa Office Referred Program. Kanada'daki kardeşler şu ismini şu hükümet torbetinin özden yoki YouTube kanallardan tafsili İngiliz düşündürüşleri var, deryaları var. Aşağıda bir görüp bakışını tavsiye kılman. Andi kendiki şu Blended Visa Office B-Word yapılan kıskart oldu B-Word program. Onunki en asaslığı şu şartı tutuştuğunu şu bayıkla diğerlikte kişiye karınışımız okşaş. UNHCR kabul kılınıp bulduğun resmi şu siyasi fanaflık tergücü diyen şu Guantanamo ağan kişilerine katılgan buludu. Muşlarınki 5 aylık birleşik people bulup ekilgan kendiki resimleri karsanız Kanada'ya ekiliş ceryalarını ben sözlemekçi. Sual belgesi çıkan Karı ekranın önceki sual belgesi çıkan refugee sponsorship. Muşlardan başlayıp Muş'taki ceryanını bir tanıştırıp koymakçı. 16. bet. Doğru mu? 7. bet çıkarsanız UNHCR'nınki resmisi var. Yani şu organizasyonunki kağızını alan kişilerge Şunda katılgan. 18. bet çıkarsanız yani Kanada buludu, Kanada bayraklarını götürüp durağalaş, Kanada'daki aile kişiler. Valla ekegen panaklangucular yani özünün gidiyorduğunun şu UNHCR'ın kolda kağızı var. Mişe toxtulayla, Mişe'de mesela ailini ma yan tarafdaki herhalde Suriyelikli mi yak Arapla buluş mümkünken herhalde. Bula ekeldi şuna mı? Biz Uygurlardan ekegeller var mı? Kanada'da. Şu ben videolarını işleyenliğin bizdeki Kanada'daki Uygur cemaatindeki topluluğun içinden başına bir gel çıktı. Mehmet Tutakan Malas Başkanlı'nınki mu başka cemaatler buluşup bir neçe yıla ilgili yani 5-6 yıla ilgili 5 aile bir kişi biz Kanada'ya bir aile kişilerine egelengen. Bu mümkün bulunduğun iş. Bununki mümkün bulundu. Çokum şartları düşüyor asasda. Yani aldı bilen siyasi panaklık tergücü salahiyetindeki kişi. Biz Uygurların hemsini özümüz biz panaklıktan koçu devamımız bilen elbette olanınki özününki aşıkıncı bir devlet yakınmışsa şu UNHCR'dan çıkarıp benim bir kağıt buluşu gerek. Aşını biz resmi halda, kanunlu halda siyasi panaklıktan koçu deyip atayımız. Olmasa başka devletle beriplam özümüz adet gerek. Ya sayat onda yalnız uzun dönem ikamet duruplam olsa onu siyasi panaklıktan koçu salayetindeki kişi demeyiz. Şoňaşka en mühimi şu kılıda UNHCR'nın kağısı bağlanan materyali boğan kişilerine katılgan. Aşına kişiler bolsa Kanada'ya ekegili buludu. Bu UNHCR'nın kağısı yok bolsun ekegili bulduğanlar fakat çikili devletten kelgen kişilerine katılgan. Birisi Irak'tan yani birisi Suriye'den. Başka kişiler başka bir devletke berip yani resettlement iltimas kılganlıksa o kılıda öteki materyal bulmagan akvalasıdı mı çikili devletke siyasi panaklangucu degan salahiyet guvohnomasi shunun dokumentlarini ta'minlamasini buludu deyilgan. Boshqa qolgan har qanday davlatlarninki cho'qim ashu eng oldida o'zining siyosiy panaklanguchi salohiyatini isbotlaydigan bir isboti bo'lishi kerak. Anonliklar 19. resimni qarasangiz shu Kanadalik kishilar ayedin odamdan aytilalaydi demoqchi. Welcome to Canada. Onun Demek Kanada'da bunda adam 5 aile birleşip adam ekiliş meseleleri burundan babır mesele demeksiniz. Burunkuları çıkıvatkanı bütün bir yıllık çıkımını hal bulduğun bu programla ve hazır tanıştırıvatkanı Blended Visa Office Referred Program deyince 6 aylık çıkımını hükümet götürüp verdiğin 6 aylık çıkımını şu 5 kipil babacı çıkardıgan. Yani bu 5 kipil bu pulunu çıkarıp adam kelgenlik kima bu biz kipil bulup ekildiğin adamın ki hakkı eğer o adam kolunda işlem bulmasa hiçkanda işlemey ücretgen bolsa amal yok şu pulunu işletmeye amalı yok çokum işletiş gerek bir yıllıca çokum mesul buluş gerek ama bu mesul bulduğanlıkken biz sen pul mesan kipil bulduğan halkını kaydık belki de burada işlemi bulmaydı yakımızda şu kipil buluşsun ilgili bu kanat şu Türkiye'deki başka yerdeki karındaşların pul ilişkimi bulmaydı. Kepil kulağı bu banka koyulgan şunun başka bu
Kanada'daki qarindoshlarimiz bulbulimiz esa boshqa yerlik turklarga, arablarga qo'yilib ketgan ahvollar mutlaqo bo'lmasin, viza qilib beramiz deb qo'yilib ketib olgan qarindoshlarimizni bak chiqqan. Bo'lsa shu beradigan pullarini biroq ingliz tili o'rganadigan kurslar qatnashib o'zidagi til iqtidorini yuqori ko'tarsa, gap qilishni bilsa, bu tilni bilsa, har qanday ishni o'zi qila oladi. O'zi topshira oladi. Meniki tavsiyam shu. Ya'ni shu 6 oylik necha pul ketadi sizningcha? Bilamsiz uni? Albatta bilmam, endi turib bir sizga yana bir propachilasini yo'llab qo'ygandim, o'sha jadvalni. Shundoq. Uni sal turib tekshirdim, yoki hozir so'zlab beraman. Mening savolimga bo'yicha javob berib ketavering mencha. O rasmni men ekrandan ilib o'tib qolibdi ekanman, men mushtingda bor deb. Mayli endi ba'ziga rasm chiqarmasak mayli, faqat ma'lumotni bilib olaylik. Nech pul ketadi demoqchiman. Buniki oylik jon soni qarta o'xshash bo'lmaydi. Sen to'g'ri bu rasmni men aytib qo'ygan bo'ldim. Sizga aytib berib qolmasam deyapti. Masalan, bir jon bo'lsa, endi buniki kepil bo'lgan pul so'msi 12.700 dollarmi, 12.600 dollar shunday. Oyda jon soni 2 odam bo'lsa, 3 odam bo'lsa, 4 odam bo'lsa, o'tir hisoblar 25.000 dollar, 26.000 dollar deb hisoblasak bo'ladi. Lekin elektrik shu rasm chiqarganda shunda jadvalda aniq son sepirib bor. Tamam. Nasıl bunun jadvalini chiqaraylik. Taxminan 12.000, 13.000 dollar ketadi odam beshiga. Odam beshiga emas. Oilniki jon soni qarta aniq bo'lmaydi. Nima o'xshash bo'lmaydi. Taxminan bana o'ttir hisob bilan. O'ttir hisoblam deyli, biz o kadar hisoblab ketmaylik matematik cho'nmog'ida. O'ttir hisoblab desak, unda bir oyda 4 jon bor, 2 balasi bor, bir oyda hisoblasak 28.000 dollar atrofida. Nimasiga yilligimi? Aşı bir yıllık çıkımı, aşınçlık pulunu çokum banka koyup koygan buluş gerek. 5 adam çıkıp aşı pulunu banka koyup koydu. O koyup koygandan keyin banka koyganda hesabını aşkan çağda enlik kılıp yazıldı o yege. Muşu pul, bu siyasi panaklanğıcı kelgen adam işitadigan puldu. Bunu elveriş koymaydı, bu adam kiriştin ilgiri. Bu pul ta aşı siyasi panaklanğıcının Kanada'ga ekip bir yılın içinde özünün gününü özü alalgan derece kelgisi kokuluşuyada duruş gerek. Yani reallik qaraydigan bo'lsak, bir ailenin Kanadaga kelib bir yilning ichida o'zining jinni o'zi alaligidek shaklga kelishi %99%, shundaqmi? Gulay xonim. Yama yuqorida aytdingiz, o'xshamaydi ekan. Masalan, ishchilarniki ahvoli o'xshamaydi ekan, ekran chiqqan ishchilarniki. Ya masalan, Kanadada ish bor, ishlayman desa, mesela bir salamet bir aile, ayol berib, bolalarni maktabga o'rinlashtirib yoki yesliga o'rinlashtirib ishlayman desa, ish topa oladi, yani bu ko'zimiz ko'rinib turayotgan masala. Shundami? Albatta ish topa oladi, faqat til bilsin. Til bilmay turib hech ish qila olmaydi. Masalan, Uyg'urlarningki igilik tikliga Uyg'urlar bor ekan, qurilish qilayotganlar, masalan, tozalik shirkatlari, oshxonalar bu degandek, masalan. Masalan, Gollandiyada bir Uyg'ur kelsa, ishlayman desa, ish ruxsat olgan kundan tortib hamiyat ish bor. Yani o til bilamdi, bilmamdi, o pek muhim emas. Yani en asan tarafini deb beraylik, chunki mencha Yevropa tavasida undaq bir qiyinchilik mencha yo'q. Ama Kanadani siz bek bilasiz. Bo'ladi. Bo'lib, antarşan bo'lsin ham bu ishtagancha topilib bo'ladi. Unda olganda bu 30.000 dollar, yani 28.000 dollar pul 5 aile tarafidan banka qo'yilgandan keyin ikkinchi qadam nima qadam hamda? Yo'q, birinchi qadam 5 oy jarayonni bir avval kelaylik. Birinchi bo'lib qilgan ishimiz 5 yildan bir kelish. Ikkinchi bo'lib qilgan ishimiz ma'lum bir oilani tanlash, ya'ni salohiyati bor, shu ishlarga tushadigan siyosiy panohlanuvchi tilaydigan boshqa bir oilani tanlash. Ana uchinchisi shu qora rasmni kiran chiqqandan keyin form 1 rasmdan bir ko'ra chiqarsiz. 21-si 21 rasmda shu birinchi qadamda tunishtirilgan. Shunaqa ochdim ha. Ikkinchi
22 resimni açsanız, yani bu 5 adam özünki dostları, urug' tuqqanlari, ishlayotgan xizmatdoshlari degandeklar bo'lsa bo'ladi. O'zining do'stlari, urug' tuqqanlari, ya'ni qandosh bo'lmasin bo'ldi ekan, shunaqmi? Yo'q, qanday bo'lishyapti. Uning sharti nima desa, Kanadadagi citizenship, ya'ni Kanada garajdalig'i o'tib bo'lgan yoki o'sha yerda ko'chmalik turadigan bo'lishi kerak. Anadagi navbatda uniki kirimiga qo'yilgan shartlari bor. Tamam. İkinci resimlersanız bu başarınıki kutluğa işleri yani financial support yani iqtisadi çıkımını götürdü. Social değil yani doktorxonalarni ko'rsatib qo'ydi, bolalarni olib borib maktablarga o'rinlashtirib berdi. Emotional support bo'lsa, ya'ni shu shunday jamoatlar yig'ilishi, hammasini oramizga elib faoliyatlarni o'rinlashtirib degandek shu butun bir yil jarayonidagi hammasiga shu 5 kipriga ega bo'ladi. Birinchi qadamni qilgan ish şu 5 aydan biriga kirish. Ondan keyin bir salayni bir refugee island tanlaymiz. Yani salay şu cho'qim boy deganligidek shartga tushadigan o'ziniki shundoq UNHCR iltimos qilgan barliq materiallarni o'ziniki shu siyosiy panohlik televizor deganligini isbotlaydigan materiallarni ta'minlash. Ikkinchi qadamda qilgan ish ikkinchisi connect degan yana ashtanmi bir nimasi bor. Yılxat adresi var ve telefon numara var. Açtım. Kanada'daki qarindoshlar 5 yildan biriga kelib biz 5 odam bir kafil bo'lmoqchiymiz. Shu Blended Visa Office Referred program orqali odam akamachchi deb shu yilxat orqali shular bilan aloqalashib bo'ldi. Yoki telefon orqali telefonda paranglashsam bo'ladi. Endi shular bilan aloqalashgandan keyin ya'ni men o'qigan kursni bitirgan birazini o'rlashtirib berishlarga bunday qilisizlar deb. Ben de alaklaşkan bolsa men tam destek oldu lekin yo ben bu programda oturup bağlanırken oturdu bölümünde bir ben de alaklaşsam buludu yakınımızda bir vasam şu Kanada'daki bu alaklaş şu programısındaki alaklaş ilhat adresini çıkarıp koydum bu şeye alaklaşsam buldu. Alaklaşkan lekin uşan kendi resim karşısında işhanlarda oturup paranışlar arasında başlama. Yani şundan şu workshoplarni o'rlashtirib berdi shu 5 odamga. Blended Visa Office Referred'ni tushundirdi. Buni shansiga berib bir yüz o'tirib olsam bo'ladi yoki bo'lmasa email orqali yoki telefon orqali ularga bir shu instruction ko'rsatdi. Xuddi hozir men bu qilishlar deb men so'zlayotganim o'xshash. Bu yer bek yaxshi ekan qo'y, ya'ni 5 odamninki ash oilani ekilib olish uchun bular yordamchi ekan yani. Doğru. Doğru. Meni o'rganayotgan darsim shu dal meni bizni yordam qilsin shularga deb o'qitayotgan dars. Bunday yaxshi. Kanada hukumati shu o'zi fond Kanada hukumatidan chiqim chiqarib shu programni tuzab, shu kishilarga Kanadalik shu yaxshi kishilar chiqib qo'yadi. Tarafdan şu Suriyelikler, şu siyasi panohlanguchilarni Afg'onistondan urush bo'layotgan qaysi davlatlardan ularniki maqsadi odam qutqizish, hayotni qutqizish ularniki qila oladigan. Asosan ularniki YouTube kanallariga qarab baqsak ham asosan yosh cho'maygan, pensiyaga chiqqan degandek madaq Kanadalik bir kirimi yaxshi, pensiya maoshlari yaxshi bir kishilar bo'lgan, shularga kerak ölüşten ülkeleri yaşlıklar eden dandığı yerlerine demiş kılıp. Oldu mu cennet kirimizdeydi de? Rahmetim yaşlı kısımdaydı Kanada'da, başka devletler Kanada yaşlı kişiler intayın köp. Bizim Kanadalık Uygurlarımız mu hem başka devletlerle sırıştırmanca da Kanada'daki Uygurlardan pekrek Türkiye'deki kırındaşlarına böyle insanlar yok azırınca. En kömür bize oturan kişilerimiz bu Kanada'daki Uygur cemaati. Ben mavakiyagıcı Türkiye'deki cemaat en ko'ngil bo'layotgan Gollandiyadagilar deb tushunib ekanman, asli Kanadalik ekan. Yo'q, men sizdan bashlangan Kanadadagilar eng ko'p ko'ngil to'plarda muzokiralashimiz, faoliyatlar qilgan joyda iyonni to'playmiz. Maxsus odamni yetib, ishkimizga yetib, o'sha yerdagi odamlarning ahvolini surishtirib, Turkiyaga odam yetib, tizimlik ilib, o'sha tizimlikni hukumatga topshiriq bilan yo'llanma o'tgan tursa.
Gollandiyaniki muhalatda. Qaraganda yuqoridan ha. Yaxshi. Naz bu qitim ko'rimiz qani necha oila ikkitalaysizlar Kanadadagi Uyg'urlar. İnşallah. Kanadalıklarni yer shari bo'yicha eng yaxshi insonlar, Kanadadagi Uyg'urlar butun muhojiratning ichidagi eng yaxshi Uyg'urlar deb aytdingiz. Inshaalloh bu qitim amaliyatinglar orqali isbotlanadi inshaalloh. İspatlab kevatımız, davamlıq tirişatımız, bu yerdeki tirişatkan cemaatlar var da. Şu O İstanbul'daki Uyg'urlarga ilqi unya gurujni taqib vermey, amaliy cho'ng ishlar bilan qo'sqin emas, hayotini qutuldirayli inshaalloh. tamam. Belki maksimum şu bir Uygur'un bozumu yerleştireydi de şu dizbini şu Kanada'nınki köşmelerninki şu programlarınki şu terbiyeleyden kurslara katmışıp ben bu işlerini bakay bilginimce ben Kanadalı kardeşlerim seferber bakay da bir videolarını işleyen Adır şu cereyanını sızlap bir atman hazır. Eğer Kanada'daki kardeşler ministrimiz olmuş, şu Kanada'daki köşmelerle tepsili ahvalını şular arkalık masum buludu demek. Mesela görüp qurish ihtimalinglar bormi şu Uyg'urlarni ekitish masalasida? Mesela bir qancha hozir Kanadadan 20 nafar oila 20 oila chiqsa, 20 oila 4 oilani ekitalaydi ekan, shunaqmi? Albatta Yani 200 aile çıksa 40 ailene ekitalaydi. Doğru mu? albatta şartlarga tushsalam. Ya şartlarga ya menchi şartlar Kanada'daki qarindosh aka bo'lganlarga bo'lgan bu shartni texdimdim tahi. Tak şartları var adam. Albatta masalan bir yilqiga $50,000 maaşı da dese bir aylık kişi lekin onunki 5-6 balası var bolsa o görüp ben kepil buladım dese o bütün tapşırgan o bacı dersini tapşırgan kağıtlarını köyünün kim o ailesindeki can sağlığına karaydı onu köşmenler idaresindeki özü bir kitap da. Hem de bu yerdeki şartları nime diyen çağda çokum 5 aylık 5 kepil bulan 5 adamınki küçeylerden mukum kirimi buluş gerek dediğin ispatını temelliyoruz gerekken hem de bunun burunki Kanada bacı dersini tapşırgan nemeler var materyaller başlarını kılış gerek. Anadolu'nun bankada tutulan bu siyasi kanıtlar ucunu belki işirtimi aşının karşıladığı pul da başa geçip olan mukum bankınki kağızı onunki mezmunu ayrım olurdu dahi. Şu şartların hepsini oraya alırsa tamamen ekekli buldu. Anonki bu bir kepil buluş benim yeni bir tapoydu onun kepil buluş siyaseti fakat Kanada'dakiler emez. Ben oturgu çıkarılıp bunu içilam hazır bekerek hemiz tutuşkulep hemiz bekerek müştağırlık yapılatımız. Ameliyette arkadaşı devletlerindeki hemiz sponsor nimeleri bağ. Benimki şu video yeni bir deydi onun dünyanın başka yerlerde yaşayan kıyımdaşlarının o özününki, devletinki köşmenler doğruluk şu kepil buluş doğruluk siyaset bulursa gör neyim baksak demek. Ya meniki bana telefon qilyapti. Çünkü telefon qilgan qarindoshlar men WhatsApp nomer qo'yinglar inshaalloh. WhatsApp qo'ysanglar bo'ldi. Qanday so'zinglar yoki qanday savolinglar bo'lib qolsa inshaalloh WhatsApp qo'ysanglar bo'ldi. Sizningcha Kanadada bu shartni hozir qila oladigan Uyg'urlar xili bormi? Yaxshi, hozir ovozingiz butunlay yaxshi so'zlayvering. Hozir qayerga keldik uchun Hozir ovoz sponsor bo'ladigan dars kontakt personlarninki o'ltirib sponsor qiladigan yerga keldik. 25-bet keldik. To'g'ri. Aslında kendiki 26 resimni açsanız üçüncüsü support cedvellerni 26 27 çıkarsanız cedvellerni aşı ders verip dersizladı da bu. Aşağı okşaş gelip aşı toldurduğun cedvellerini gösteriyordu.
o'xshamaydi har birisininki. Masalan 5 kepil bo'lgandan o'zininki muqim kirimi yana bir yerga ishlayotgan bo'lsa to'ldirgan jadval ayrim, o'zininki self employed yani o'ziga o'zi ishlayotgan bo'lsa yana bir savdo qilayotgan bo'lsa uniki to'ldirgan jadvallar ayrim. Başlarını şu derslikte şu 3. kademde kadar iş cedvallarını doldurur, materyallarını toplaş, bankadaki pul hesabını aşağısını kılış. Okey. 27. bet. Cedveller. 4.'si welcome. 4. kademde welcoming'da biz götürmüş mü 28. resimde. Yani şu cedvallarını doldurup koymanın ki bu adamni arkadaşlık bulamdı diyenni 6 haftadan 10 hafta geçerlerde o şu Kanada'da bir şey edip çıkıdığan vakit 6 haftadan 10 hafta geçermiş ne kesek bulamdı diyenni şu 5 adamga xat yazıp iadada uqtirdi. Uqtirgandan keyin ularniki materiallarını anankin siyosiy panohlanguchi turishliq davlatga evatdi. Shu yaniki UNHCR'niki materiallarni evatgandan keyin anandan keyin rasmiy saqlaydigan yana tekshirishlar shu yerda boshlanadi. Endi bunga keladigan vaqt, ya'ni tekshirishlar degan joyda mana shu videolarimda bir so'zlab o'tgandan unda salomatlik tekshirish bor, jinoyat o'tkazmaganlik tekshirish bor, bunga qisqa vaqt ketadi, lekin bexatarlik tekshirishga uzun yillar vaqt ketishi mumkin dedi. Buniki javobi chiqargan eng uzun bo'lganda Turkiyadagi qarindoshlarniki 47 oyning ichida javobi chiqadi. Misrdagi qarindoshlarniki 49 oyda javobi chiqadi deb yana bir jadval bor. Ayrim MPBT materialni chiqib qo'shmoqda ekanman. Ketadigan vaqt to'g'riliq. Shu tekshirishlar o'tib bo'lgandan keyin lekin Kanadaga keladi. O'sha 4-chi welcoming Kanadaga kelgan chog'da bizning qilgan ishimiz ularniki oldiga chiqish, ularga oldin olib biz tepib bergan uyga o'rinlashtirish, bog'lari bo'lsa maktablarga o'rinlashtirish, doktorxonalarni ko'rsatib qo'yish, ananki til maktablariga o'rinlashtirish, ularning yanada pul qolgan bo'lsa, aniqqa kelib qo'ygan pulni chiqib, barmani tashlab turib ular pul beradigan gap. Bir yilgacha ularning hamma ishlarini bir ay ishmish bo'lib qolsa, shu 5 kepil bo'lgandan bir shaharda yashayotgan bo'lish kerak. Bir jiddiy ish chiqmasa darhol 40 minutdan oshmasligi kerak deb yozma o'rgangan materiallarimning ichida. Ya'ni panohlanguchiniki o'rinlashtirgan yangi uy bilan kepil bo'lg'uchilarniki asosan o'xshash bir kommunitida bir shaharda yashayotgan bo'lsa yaxshi demakchi. Keyin kendi resim qarsangiz shu Kanadaga qarshi olgan rasmlar uyga tekilib o'rinlashtirgan bilan tomoq yeyotgan rasmlar, ishxonaga borgan rasmlar degandek. 29, 30, 31 ishbach rasm. Shundaqa. Endi ananikin deydigan gapim Kanadadagi Uyg'urlar 32-chi bach rasm qarsangiz Kanadada. Alaykumsalom. Chiqarib qo'yganim shu. Yani iş yollarında bu lazım söz biriz. Hükümetinki yolu atılıp aytılımızda to'xtamay memo'dudun. Hech qachon to'xtab qolgani yo'q. Biz mi to'xtab qolganimiz yo'q. Hatto bizga tahdid uchurlar kelibmi, telefonlar kelibmi, bizni to'xtatishning imkoni bizni to'xtab qolganimiz yo'q. Biz xalqimizga yordam qilaylik deb. Ben sizga hozir yana qayta so'z bermay, Guli xonim, siz ashbeti tutib tursangiz bir qarindishimiz telefon qilibdi, so'zni anglab boqadi. Assalomu alaykum. Türkiye degan budan şu Türkiye'deki İstanbul'daki qarindoshlarımızdan ko'pinchisi iqtisodi bo'lmagan iqtisodiy qatnashlar bu şeyga kirib chiqqan. Bularning ichida yana shu Yevropaga chiqsak deb o'zini bexatarlikdan asrayotgan va uzun iqomatlar bor qarindoshlarimiz bor. Lekin oldi bilan agar Asiyaga Yevropaga chiqish imkoniyati bo'lsa, bu yerdagi bir necha qarindoshlarimizniki Suriye bilan aloqasi bo'lmagan, qaloqlab ish qilmagan, lekin boshqalarning shikoyati bilan 87 obod kodlar olib ikomat rad etilgan shu qarindoshlarimiz bor. Ularning ikomatdan hech qanday javob kelmaydi, ham gujdorisiga boramiz, tanishlar taqsimlagan bilan. Şu qarindoshlarimizni ko'pincha Xitoyga shu ikomat berilmaganlar
bırakmam kaytırıp gidemizmi gidip hem mesela asosiyatin köngül yerim adamlar mesela yığılavatkan. Hazır keç gündüz yığılap psixologik ham bozulib ketdi. Agarda bir imkon bo'lsa, oldi bilan shu chekit unutmagan iqomati yo'q qarindoshlarimizni agar ularni ichki imkoni bo'lib qolsa, shu inson iqomatga tasdiq berilgan shu odamni boshda açık sağlığa deyip çok fikrimi etkiledim. Bo'ladi inşallah bu elbette bu 5 aile tallab tallashning oldida shu insonlar men akasanglar deb shu shartlarni hozir qilib undan keyin Kanadaga yo'llagandan keyin Kanadadagi buni yordam qilmoqchi bo'lgan 5 oila bir yerga kelib buni akasak bilan bo'lmamdi shartlar uyg'un emasmi degandek bir qancha uzun vaqtlardan keyin endi bu hal bo'ldigan ishlar albatta ikkitaylar ikilemdoq Allohga emanet deblar ikkitanmaydi. Albatta uni siz degan fikrni o'ylashib beqish lozim. Bo'ladi, rahmat sizga. Yani biz şu ikamet işlerinde el kılığına bakarak tırışıp baksanızda belki yaxşı olur diyemem şu insan ikamet olsun. Bu konuda ikamet olsa ikamet alamadığımız. Buni Alloh xohlasa o'tganda biz nimaga ekanmoqchi edik, ishkironga chiqmoqchi edik. Hozir shu mana 10 dan ortiq qarindishimiz shikoyat qildi. Hatto o'tgan qitimda biroz yetib ketayotgan, gunohsiz yetib ketayotgan qarindoshlarimiz turmudimmi telefon qilganlar bo'ldi, ammo keyin ma'lum bir qarindishimizningki mediada bizning studiyoningki nemisi bilan bir video chiqarishi bilan necha 10 qarindoshlarimiz qo'yib berildi shu kuni. Hozir ham u biroz yengilligiga o'xshaydi, u gunohsiz tutib turilayotganlarning ishi biroz burunqidan yaxshi ekan. Ya'ni qo'yib bir jiqlarni qo'yib beribdi. Ammo iqomat masalasida biz abay programmaning oldida dedim men, ikkiron orqali davlatlarga besim qilib bo'ldi, hukumatlarga besim qilib bo'ldi. Dunyoda eng kuchli quroldan birisi jurnalistlik, muxbirlik, ikkiron. Shuning uchun faqat kuchimiz yetmagan yerga ikkironga olib kelib, shu ishlarni ikkiron orqali hal qilsak bo'ladi. Masalan, Zinnat Gulning masalasini ikkironga olib kelish orqali Zinnat Gulningki Sharq Turkistondagi bexatarlikni qo'g'dag'ili bo'ladi. Ammo buningga ko'plagan tashkilotlar buningga ko'ngil bo'lmaganlik uchun hozir ikkironga kelolmayapmiz. Ham ikkironga kelmoqchi bo'lgan programmani qoldirib o'tib boramiz. Agar Zinnat Gul masalasini ikkironga kela olsak, Zinnat Gulni Sharq Turkistonda yoki Xitoyninki turmalarida salomat saqlag'ili bo'ladi. Agar uning qavg'asini jiq qildigan bo'lsak. Agar shundan unutib ketsak, Sharq Turkistonda Xitoy uni yeb ketadi, o'ldirib o'tadi. Ya'ni ikkironning kuchi shu. Ya'ni Xitoy bizning o'qimizdan emas, ikkirondan qo'rqaydi. Ashta qo'rqib keldi. Masalan, Abdurmiyit masalasimi? Abdurmiyit turmi deydi, uruqlab, yadab bir tane bir ustixon bo'lib ketibdi akimiz. Uning davosini qilib namoyish qildi Yevropa ülkelerinde. Medialarga so'zildi. Buni dunyoviy bir san'atchi shaxsiyatida butun ikkironlarga chiqqili to'g'andan keyin Xitoy darhol u kishini qo'yib berib, uyida puli, samsa, kavob bilan beqib, samatib, mana bu odam saqdi, biz uni bu odam hayotdi deb Abdurmiyitni qutuldirib qoldi. Ya'ni Sharq Turkistonninki eng birdan bir qutuldirib qolgan shaxslarımızdan birisi chet eldagi Uyg'urlarning. Abdurmiyitni qutuldirib qoldi. Agar Abdurmiyitning davosini qilmagan bo'lsak, u odam turmada o'lib ketishi mumkin edi. Turmada qaslab o'tdi. Turmada edi shu vaqtidami? Demak, ikkiron media nurg'un narsalarga ta'sir ko'rsatadi. Shuning bu ikki qarindishimiz bugun mediaga chiqishni xohladi. Chiqib o'zining dardini to'kdi. Inshaalloh bundan keyin insof shu Kanadadagi Uyg'urlarga qoldi. Agar ular o'ylashib bularni biz eklab olaymiz deb qolsa, inshaalloh bu bizning bir tirishchiligimiz bo'ladi. O'sinin iqomat masalasimi ko'plab ikkironga kelish lozim. Türkiye hükümetiga besim qilish lozim. Türkiye hükümeti bilan buni jiddiy zaten shu yerdagi qarindoshlarimiz so'zlashyapti, tashkilotlar yo'l menayotdi, yo'l menamida emas, ko'zimiz ko'rayotdi. Ammo texnik kuchliq yo'l menish lozim. Texnik kuchliq yo'l menish lozim. Xo'sh, so'z sizda. Şu dernekler xeyli bor, lekin asas ish qilinmayapti. Şu bir necha qarindoshlarimiz bor, hozir izlaylik yo'q, qaysi turmada ekanligini bilmay turibmiz. Bularning Xitoy qaytarildimi yo'qmi yo'qmi bundan istak so'rab shaxsiy olarak qilmayotganmiz derneklar tozim beqim bo'lamoqdir bu ishga. Men ikomat faqat yo'q qarindoshlarga ko'chaga chiqolmay hozir. Guli xonim temadan chetnab ketmayli deydi, to'g'ri gap qilyapti, ammo
eğer aşında kırındaşlı bolsa nemlerini yollap bizge muşu şahsiyetideki kırındaşlar hazır turmada nädilikini uqmaymiz desanglar şularning urug' tuqqanlari yaqin yo'riqlar bizlar aloqalashib fikran kelsa Türkiye hükümetiga fikranimiz orqali ularning surishtisini qilsak bo'ldi. Hozir bizning birdan bir qo'limizdan kelgan ishlarimiz shu. Bo'ladi, rahmat sizga qarindishim. Allah razı olsun. Bo'ladi, rahmat. Guli xonim, sizning vaqtingizni oldik. Başkası yok. Xo'sh, Mesela şu vakit çıkardım. so'z sizda. Kelgem telefon doğruluk yapsam Mhm. bu ekran özümüzdeki temizliğini misal dışarıdan ketip kaldık ya düşürmeye kaldım mı? Mhm. Bizdeki bu 5 aylık buzulduğanlıki bu siyaset birden bir düşüdüğünü kolunda siyasi panaklangıç salaydı bakışlarga kata eğitilgan. Mhm. Yana birisi Türkiye'deki ikamet meselesi doğruluk ben hiç nasıl bilmeyim özüm Kanada'da yaşayman. Mhm. Şu içinden bu bulut kayışlağa kımım yerim. Allah'a sağlık versin. Allah razı olsun. Bundaqda biz Kanadadagi Uyg'urlarga kelsak bo'lamdi, Guli xonim. Bo'ladi, men sizdan jarayonni bir kurs so'zlab o'tdim. Mhm. Ya'ni siz Kanadadagi Uyg'urlarga bir chaqiriq qilishni xohlamsiz, ya'ni bir qurum qurib 5 kishilik bo'lamdi, 10 kishilik bo'lamdi, mushtaq bir gruppa qurishga chaqiriq qilamsiz Kanadadagi Uyg'urlarni. Meniki maqsadim sizning programmangizga qatnashishdagi maqsadim modal shu. Mhm. Men o'zim boshlab bo'lgan, albatta o'zimniki atrofidagi yaqin tanishlardan boshladim. Kanadadagi kishilarimizdan pek suyundim. Taraf-tarafdan chatoq yo'q, menki bilg'ulayli deyishganlar bor. Anoniki biz tanlagan kishilarimizmi oldi bilan albatta o'ziniki tuquniga kepil bo'lib berdiganlarni eng avval bizning oilamizni o'ylaymiz-da. Başlap oldu. Kanada'daki karındaşlarımız taraftan ağız koştu. Mehmet Otakımız mahırda oldu. Biz adam tapamızsak tepşip vereli, kol koyamızsak bunu koyup vereli. Degende kolaydan gaplarni çıkarttık endi. Başka Kanada'daki karındaşlarının kimi o? Muşu doğruluk şu aktif avaz koşudan ben pek hoş oldum. Şu an ümidim uçum. Navada meni izimse özü Beşer'den birleşip ben bay ekranına çıkarıp bergen şu köşmelerinin bir şu programı akıllı adam kebul bulup ekildiğin bir neminiki ilhat adresini çıkarıp koydum. Telefon numaramı başlaydı. Şular arkalı alaklaşsam buldu. Yakınsa ben Alman alaklaşsam ben özüra bizlerine grup tüzep ben deslепte başlayan boşaş. Bu başında oldu. Demek bunu biz hem de işini deslепte başladık. Kağını Allah'a emanet. Tirişçallık bizden, kağını Xudadan. Allah razı olsun. Bu siz dersinizdeki 32. bitide Kanadalık Uygurlarninki aş kollarını 5 parmağını çıkarıp tuğan yerini çıkarıp siz demek Kanada'daki Uygurlar boludu biz kılaylı degan ma'noda mı şu? Albatta taraftan avaz koşkanlığı bu işte çok ümit var. Ananınki ammeylerinki kollab quvvatlashiga muhtojman. Allah razı olsun. Ben Kanada'daki bir qancha Uyg'ur telefon ichib baqay deyman. Ular buni qo'llamadi. Undan keyin agar sizning qaytib qo'ydigan nemangiz bo'lib qolsa, yana qassin, yana men sizga qaytadan telefon ochaman, bo'lamdi? Ma'qul. Meniki de ishga qarindishimizga deydigan gapim bor, saltirib ularning gapini anglab Bo'ladi. boqqan shularga deb qo'ygan gaplarim bor. Bo'ladi, o'sha qarindishimizni men birozdan keyin yana ikkilanga kelma. Chunki buni to'liq bir şekilde mükemmel bir programma qilish uchun shu vaqtida siz 100 tirani paranglasangiz bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Hozir chiqish. Bo'ladi. Allah razı olsun aziz qarindoshlar. İşninki cho'ng kichigi yo'q. İşninki albatta tez deb o'ylashimiz mumkin, ammo bir ish yil birdamda o'tib ketadi. Ba'zi qarindoshlar nima deyapti inkasda bu 40 ay 30 necha ay vaqt ketgan deb, u vaqt degan birdamda o'tib ketadi. Hech qanday ishni undaq o'ylamayli, chunki Kanada hukumati bu bir oilani mangulik Kanadaga o'ltiraqlashtirish uchun bundaq shartlarni o'tirib qo'ydi. Bizning kallamiz bo'yicha o'ylamaydi ular. Biz o'ylaymizki, borsak, pasportni olsak, xohlasak tutsak, xohlamasak ketsak deb o'ylaymiz. Ammo ular deydiki, Kanadadagi bir zaminda
Biz bu devletni kurduk. Bu devlette bir insanın, bir ailenin mengü yaşaşı için mandak şerti var. Dep şu bazen şartlarını oturup koydu ama başka milletler köp ekepti. Biz mi onlara tirişçilik göstersek bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anlatamsiz. Programmani o'chirib o'tib so'z qilsangiz bo'ladi. Şart multeci degan bir sualınızda biraz bir üzün verip koy dedim. Xo'sh. Bizninki endi bu şart multeci degan anlatamsiz. Yaxshi, ovozingiz yaxshi. Şart multeci degan belge endi bu bir yillik berilgan belge oldu. Kolumuzda yuanning kağızı var. Onun için bu şart multeci yani bizim Uygurca'da şart deb alımız. Buni hamda mening tushunchimda bu shartlik degan gap madam bilqi alaydan dadam bo'ldi, bexatar nimasi sal yuqorroq bu odamni tezda qutqizish kerak degandek ashta anglamada bo'ldim. Endi buni shartlik mudirji deb men genel mudirliklarga nurg'oyalarga bordim. Hattoki men yerimni tegishtirib boshqa shahardan yuanning bo'lgan yerdan boshqa yerdan keldim bu shaharlarga. Chunki men boshqa yerdan aldırdı bölgende bir yıldan artık tutup kalganda tehdit telefonları gelip ben onu götürüp sakçı idarelerine verip numaralarını gösterip şu yan valilikleri, hükümetleri hem yerge haber boğalık için ulamı ahir başka yerge yetkilişke man ketildi hem naik tizla meni yetkilekti. Çünkü hazırki tuvatka yerim hem de şu bir kelgenden hükümet işte bulanımı haber buldu. Muş ekranların içimizden bir yerde bir küçük şehirde tuvatımız. Bu yanın ahvalı kelgandeken bu iki o'rtadagi bir kichiklik bo'lganligi uchun bularni bizning ahvollarimizni tekshirib ko'rib bizningki hech qanday bir siyosiy jihatda chetlab qolgan ishlarimiz bo'lmaganligi uchun buning bexatarlik tekshirishdan o'tdinglar deb Turkiyaninki bexatarlik tekshirishlardan birisiga o'tdinglar. Ishkiranni siz taqib etgan bo'lsangiz, ishkiranning shu darsini taqibdan ovoz kirib oldi. Ma'qul. Şunun bilan şu qog'ozni bergan bo'ldi. Bu qog'oz bir yillik qog'oz ekan. Buni ilib buni qanday qilamiz deb hattoki o'zidan so'rab nurg'un yerlarga bordik. 1951-yili shu Birleşmiş Milletler'ninki alımdaki kanun 46 maddelik kanunga tushirgan nurg'un bir kitap qildi. Buning hammasini araştırdık. Basak en oxirida menga bergan javobi genel mudirlik bo'lgan vaqtida o'zlari boshlig'an yuan degan bo'lganda ular dedi bu qog'oz bir yillik ekan, bir yilgacha sizlarni xotirjam bir yak achib ketkichi, achib ketdi. Shungacha biz sizlarning bexatarligingizga kepillik qilamiz. Lekin bir yildan keyin qanday bo'ldi desam, bir yildan keyin endi davlatning, Turkiya davlatining o'zining insofiga bog'liq ba'zi berdi, bo'lmasa buning bilan tugidi. Avtomatik chekinib ketadigan ahvollar bo'ldi. Shungacha o'zinglar menga meninglar bir yil deb saqlab turmanglar degan bir o'zimdan ketib qo'ydi bu yerda. Endi hozirgi ahvolimizda biz shu cik adamның қолды yok, bir kichik naideki az adamların bexatarlik tekshirish o'tgan mush qog'oz bor, yuanning qog'ozi bor. Men buni boshtilam yuanga bosh urib, mushni tashabbus qilib, keyin nurg'unlarni qilib yurib, Mehmet To'xta efendimning gapi bilan bir biz chiqargan, hatto 200 necha adam bo'ldimi degan yo'ldosh Dolqinaysa efendimni hozirda qilgan 800 dan jiq adamning nimasi bor, bir materialni gapini qilgan. Endi hozir 80 necha adam qoldi dedi. Buningdan nurg'un ishlar, nurg'un qiyinchiliklarni ham tafsili deb o'tag'im bo'lmaydi telefonda. Uni sizlar ham atrofdamiz aqlli bilan tushunalaymiz. Avtomatik chiqib ketganlar bor, nurg'un siqintidan chiqib ketganlar bor. Shu orqali endi bu birlashmish kirib, hozir bunday yo'l bilan chiqib ketganlar emas. Bu yerning sharoiti bilan o'tiriblarning sharoiti hozir o'xshamalik sababdan nurg'unlari to'xtamay chiqib ketmasam bo'lmaydigan ahvol bo'ldi degan ishlar bo'lardi. Endi haqiqat deymizmi bu bexatar tuvatsizlar boshurgandikin degan bilan tugamaydi ekan, nurg'un bosh og'riqlari bo'ladi ekan. Endi hozirgi sharoitda mayli na bo'lsin deb biz orzu qilib ishtirak bir Turkiyadan agar boshqa yerga o'tib ketib bizningki Turkiyami xotirjam bo'lgudek, o'zimizmi xotirjam bo'lgudekmiz deb endi boshurgan saqlagandikin hech narsadan bir xabarim kelmayotdi. Nurg'un qitim bordiq, arablarning, afg'onlarning ishlari emishib menayotdi, lekin biz ishning oldindan qaytarilib qilyapmiz. Buningda birlashmishning bir masalasi bormi, yo nima masalasi bor, yoki bizning aqlimizdan destek bo'lgan endi o'zimizning qarindoshlar yo'q bo'lganligi uchun shundami? Nayt yaxshi vaqtda bu dunyo ko'rinishimiz chiqdi. Agar bo'ldigan ishib qolsa,
biz muş ailelerini bir tezirek hem de hazırlıklı muş bir xatarlik belgisi olan aileler. Bu nait kısa vakit içinde tükeydiğen belgeken bu. Ben pek sürüştürdüm. Şartlık mülteci degan belge. Bularning hammasini qo'lda UN'ning qog'ozi bor. Bu odamlar chiqamas. 30 necha yil adam bo'ladi asosan hozirgi shu vaqt bo'lib qoldi. Endi buning bu qolsa hammamizningki qo'limizning ish keldi yetib oldiganlar emas. Nachikada bizga ish bermasimi tirishtirmish hech qanday yerdan bir yordam olmay o'zimizning kuchga tayanib ishlar qilyapmiz. Sizning demoqchi bo'lganingiz Turkiya tavasida 30 nechadan bor mushunga shartga uyg'un kelgan demoqchimi? Şartlık mülteci degan qog'oz chiqqan odamdan hozir 30 necha odam bor. Necha oyliklar. Shu necha oylikniki sanab turib hukumat bergan shu oyliklarning qo'lida bor bu qog'oz. Bularningki shartlik mülteci bizim Uyg'ur tilimiz shartlik degan gapmi zaten Uyg'urcha uchirilgan gap. Asosan har tarafdan biz shartlik bo'lib qolgan odamlar bo'lib qoldik hisobda. Ya'ni shart mülteci degan mültecilikka uyg'un şartlar hazırlangan adamlar deb tushunsak. Mültecilik evet to'g'ri. To'g'ri deganimiz qonundan o'tgan shart mültecilik hazırlangan, onun için Türkiye'deki ahvolimiz shu 1 yillik berildi ekan. Bu odamlarning shu 1 yil ichida chiqib ketadiganini chiqib ketib, chekindigini chiqib ketib, tashlandigini agar o'zimizning yo'limizdan meni versak, yo'limiz chaqirtmay bizni hech qanday bo'lmasa, bu qog'ozning vaqti o'tgandan keyin Turkiyaning o'zining insofi bog'liq bo'lgan. Chunki genel müdürlük bu Türkiye'ye hozir o'tkazib berilgan keyin ko'ch idoralari bu ishlarning sirtiga aralashmaydi. Faqat shu qog'ozni berib shuning ega bo'lganki, shuncha bizning bexatarligimizga ega bo'ldi ekan. Endi bunun ikkin başvurgandan keyin aralıqda boshqalar tavsiya qildigan ishlar bo'lib qoldi, keyin chiqib ketilgan ishlar oldi. Hatto o'zimizning orasidami kirib chiqib ketadigan vaqtida tavsiya qilganda ko'ngil og'riqlarimiz nurg'un bo'lib ketdi. Boshqa yerlardami tahdidlar chiqib ketdi bizga. Telefonlar keldi, har xil tahdidlar keldi. Hatto oilamizdagilardan 6-7 odamlar tutilib ketganmi bo'lib qoldi, tahdid silish orqali. Xitoydan buningdan hukumatning xabari bor. Xitoydan shunda tutilib, oilalar kirib tutilib qilgandan keyin buni albatta yig'ilib boramiz biz. Manda bo'ldi, anda qildi, qanaqa qilamiz deb. Hozirgacha shu ko'tirib da'vo qilib, u yerga chiqib yurgan vaqtlar bo'ldi. Sirtlarga chiqib, namoyishlar qatnashib, ba'zan namoyishlardami ko'ngil og'riq bo'lganlar. Ya'ni sizning umidingiz nima oxirida shuni olay? Endi mening so'zim shartlik mülteci degan narsa, men so'radingiz, shuning ham shartlik mülteci deb men qilamidi. Bu shartlik mültecining birisiga davlatning bexatarligidan o'tgan, ikkinchisi bu odamlar bu yerda shartlik turish nimasi asosan biz shunqichilam qonuniy jihatdan bilan qo'g'day olamiz degan bir belgi ekan. 1 yilliklar. Uni uzartish ehtimoli bormi, yo'qmi? Uni uzartishni desam, u Turkiyaniki sana bo'lgan sayg'isiga bog'liq qilib tugatdi. Uni uzatib beramdi, bermamdi ularning ishi. Lekin mush 1 yil ichida seni qo'llaydi. Shunkichi o'zing omonlik qilsang, chiqib ket, konsulliklarga bor, uyaga bor, bu yerga bor dedi. Nurg'un yerlar berib vaqtda qo'limizda pasportimiz bo'lmagandan keyin, nurg'un narsalarimiz bo'lmagandan keyin biz o'n kelmaydi ekan. Unda bo'lganda shu Kanadadagi Uyg'urlar texmi jiddiy tutishga to'g'ri keldi bu masalani degan. Bo'lsa hamda ashlardan biri tavsiya qildig'imiz hamda bayatdan qarindoshlarimizni so'zlab o'tdi, alayhiramlar shu unda bo'lsa texi yaxshi bo'ladi. Mayli dunyoning nerdan bo'lsa, hozirgi sharoitda bizga bir nopos berib, vatandoshlik berib qilgan kim bo'lsa bu qo'yniga olsa, eng xotirjam biz shuningdan bo'ladi. Faqat UN'ning qog'ozini oldik-da qo'limizda bor deb yurgan bilan bu UN'ning qog'ozimi bizga nisbatan tazam ba'zi vaqtida yaxshi rolni bitirib qilmaydigan o'xshaydi. Nurg'un odamlarda Turkiyada bor ekan, uning ustiga bu UN'ning qog'ozi anchalik cho'ng bo'lib ketmaymizmi deydigan o'zlarimi. Endi buning keyingi ahvolimiz qanday bo'ldi, qanday emas. UN'ning qog'ozi ilmgan kundan tortib xafaliklar nihoyat chiqib ketdi beshimiz bor. Unda nima bu ahvolni baldur ikram kelish lozim. Ya'ni bu ben tunji qaytim angladim. Endi yo'limizni mengayotgan bo'lgandan keyin endi Kanadadan keldi, nurg'un odamlarnikidan oldi. Hatto biz to'liqlab, to'g'ri qilib, material qilib, rad qilib berdik Guli xonimlar kelgan vaqtida. Bundan keyin har vaqtda biz ko'ndirib turdik. Bir odam yo'limizni mengayotgan vaqtida yana bir yerlarga u yerga chiqib, ilqimdek jarsilib o'tirish taz to'g'ri ko'rmadik. Shuning uchun sukut turdik. Endi hozir yo'limizni mengayotganda bu yerga borgan sirib bu ish biz o'ylagandek emas, qisqachilik ahvolga kirib qoldik. Asosan hammasi maydonimizda ishtirib turgan ahvolga chiqib qoldik biz. Bo'ladi, rahmat sizga. Bo'ldi. İnşallah yaqin zamanda bu Türkiye'deki ko'chman bo'lishni xohlaydigan va chiqib ketmoqchi bo'lib qo'yimchilarga uchqab ketayotgan, iqtisodlardan ayrilib ketayotgan
hatta 5-6 qitim yo'l menib aeroplanga chiqolmay yoki biletlar ko'yib degan shunda qarindoshlarning bir programmasini qilamiz shu vaqtida. Bu to'g'risida men sizdan maslahat olaman. Chunki ba'zi masalalar men bu programmada sizga men biroz vaqt beray deb nim qilib sizningki nomeringizni topolmay qoldim. Inshaalloh yana ko'rishimiz kerak naqsida. Ben sizge yana aytib Bo'ldi. qilayin do'st. Ma'qul. Rahmat vaqtingizni oldim. Hammalarning vaqtini oldim, kechiringlar. Allah razı olsun. Rahmet. Aziz qarindoshlar, Kanadadagi qarindoshlarning bunga nisbatan qanday bir nimasi bor? Men ularning fikrini taqay deyman. Bundan keyin Kanadadagi qarindoshlarningki nimasini olgandan keyin programmamiz oyoqlashgan bo'ladi. Ve aleyküm assalam. Reis Tuygun Abdüveli. Naq meydandan telefon içivatım sizge. Aleyküm assalam, rahmat. Sizin Kanadadan Güli Maqsud Hanım yakından bir ciddi hizmet kılıvadı o. Yani Uygurlarınki meselesinde bulup 5 aile birleşip bir aile gitiş Kanada'ya yerleştiriş meselesinde. Bundan haberler var belki. Xabarim var. Hem de asasen şartga tushadigan ailelerden va qarindoshlarımızdan deyishicha bir qancha aileler barken Türkiye'de 30 ne 40 adam bor deydi. Herhalde aileden 5-6 aile bo'lish lazım. Bular ciddi o'zining fikrini, talablarini o'tirib qo'yadi da asasen gap sizlarda qopdi. Bunga nisbatan Kanadadagi bir tashkilotning raisi bo'lish sifatlari bilan nima ish qilib beraylar? Qanday bir fikrlari bor yoki buni qarshi turamlar yo qo'llamlar? Sizning fikrlarini butun muhojirlar bilan anglab boqsin deb telefon etishim. Rahmat. O Guli Hanım'la bugün ziyaret kışla. Guli Hanım nime deb sözünü bilmeymen ama ben Kanada'nınki toplarda bütün Kanada'daki Şarkı Türkistanlı Uygur qarindoshlarga müracaat kıldım. Bu işni qo'llash to'g'riliq. Buni mayli Guli Hanım qilsin, mayli Mehmet Doktor qilsin, mayli Qayim qilsin, mayli Ruqiya Turdish qilsin, kim qilsa dedim, bunu qo'llaydi dedim. Bunu qat'iy qo'llash kerak dedim ve şu çantırık bilen adır qo'llayotganlar ko'p. Ama siz bilirsiniz Türkiye'deki bu Uygurlar biz bu yolga mesela Gül'e bu yolga mangandan keyin bir yılda ekilenmey, ikinci yılda oldu ben vazgeçtim yol manmalı dese ma yedim o alıp bir xil resmi olab qiladigan çünkü bunun için bir muncha yollarning berishga to'g'ri keladi. Bu Türkiye'de vazgeçadigan Uygurlarni bo'lib ketishi mumkin. Ishlar qarindoshlarni chiqishi mumkin. Buning uchun bunga sabr taqatlik vatan millatning manfaatini o'ylaydigan bu yerga jonliq qilmas rasmiy shu kelgusidagi da'voning egasi bo'ladigan va shuni davomlashtiradigan aileler bo'lsa Kanadadagi Sharq Turkistonlik butun qarindoshlar qo'llaydi va qo'llab o'tadi. Buni topladım anlavatkanslar naiti aktif qo'llayotimiz. Şahsen ben ve ayalim Allah için biz borun qo'llaymiz dedik. Çünkü bizning imkonlar yuqori bunu uçuydu. Hem bu ekelerlerini bu gülü dedimi yüzdünki bacılarızki takşıgan bacığı qaraqab sponsor bulalaydı. Qandaqdır Kanada Frans bolsa ekelenmeydi şu bunu. Şuna biz Kanada'daki bütün Uygurlar Türkiye'deki aşında sabır takatlık çizdiği alaydıgan yani 24 ay ya 36 ay çizdiği alaydıgan onun da işte 3 yıl çizdi o. Çizdiği alaydıgan aşında isil balla olsa ekilişken bu seferge atlandık. Tahminen bunun bir aydın açtı. Her yerde müşakırık var. Yani sabır teşkilatning başlık olan süpetlari bilan buningga Kanadadagi Uygurlarningki hammasininki qo'llash nimasi bor demakchi, shunaqmi? Yani shundoq. Yani sizlarning jamoatinglarmi cho'ng bir jamoat Kanadada hozir. Yani sizlar bir safarbar qilsizlar bu ish amalga oshib qolsa bir qancha oilani kelish ehtimoli bormi? İhtimali var ama şu şartlar düşse mesela
Hı. Ben bu Kanada'da Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ankara'daki işhanesi arkalı kelgen. Yani hazır o işhanı takip etip deydi, şu yerge baş olan Uygurlar bolsa ve onunki kabul kılıp işhanda devlet almayan Uygurlar bolsa bayatın ben sizin programınızın bir neçimini köygen, şunun da birisi aşındaki krediken, yani benim aşındaki işken baş işkepti de bir barmen dedi. Aynı zamanda ben bu şundaki işkepti de bir verip özümüzü ma'lum qilib turadi. Shunday qarindoshlar bo'lsa, akaga bo'ladi. Rahmet unda olsa inşallah sizler işiniz hem siz bir aile bakella, anneme ba, Gülay Hanım bakken, belki etrafınızda bir kança aile bir yer gelse bir başlanış olsa, bu Allah bereket verirdi. Baştaki fikirlerge benim bir fikrim var. Yani bu iş hem de biz Uygurlar biraz beçara alet küçük kaptık çetelde. Bundaq evvalda hem de bek kiyilliknici oylap ketmey eğer bolsa boludu bu iş. Bommasa bek xapılap ketmey. Bu iş bombaga okşaydı dep qarsak mençe toğru şu bolamdı gideyim. Bek kiyinlikni oylap keyin bommay qasqanda qılımız, kiyini vasqanda qılımız ne oylasak biz jıqış qılamaydıganda qılımız. Qana deydi? Ama tecelli efendim eğer şu qarindoshlar aşı sevrdaqat qılsa asan çetin boludu akaga boludu. Aşı şartlar gitse çünkü Kanada'ga bir neçe muşnaq ailelerini Rukiye Turduş Hanım aynı zamanda yolmanıp ekegen bununla ben şu çağdıma alıp garanti boğan o tecrübeden ötken, ameliyetten ötken iş yani bu boludu, tamamen boludu. İnşallah Allah razı olsun. İltimas kılgan qarindoshlar naitlik sabır takat buluş gerek. Biz fakat garanti boğurimiz yolunu mağadığan adamlar şu Gülü, Mehmet Okti, Muş'un kokşaş, Muş yolunu kılvat kallanmalıdır. Biz fakat özümüz garanti olumuz bağıştan şu an kağıtlarımızda onu bunu şu Gülü'yü verimiz. Kağıtımız bizim tüyeydi. Ama bu kılıp biz getirip o kılıp bizim havarı kılıdığa iş olsa o olmaydı. Çünkü bütün işler aş yol mangallarının kolda kalır. Elbette. Elbette bunu kılımen degen adam elbette onu tutup şu bir hizmet şekilde kılış lazım bunu. Doğru değilsiniz. Ama tamamen işen son Kanada'daki Uygurlar bunun da kızgın. İnşallah. Olaydı. Yani Kanada'daki azısının geptiğin ben bütünle işendim. Yani çokum inşallah Kanada'daki Uygurlar buna ciddi qaraydı dep oyladım. Ama Kanada'daki Uygurlar yana bir tavsiye var mısın? Ya başlıca tavsiyemiz çünkü ben Kanada'daki bütün Şerbi Türkistanlı qarindoshlarga muşuf bir işkilden biri bulanın ki hazır bir yere gelip ön bulup, ispat bulup cemaatçilik, cemiyetçilik, teşvikatçilik, hem işte teşkilatçilik, hem müdünayetçilik var. Ben dünyanın en altın Katar'da oturdu da böyleyim. Şunu bulanın işe için şu halkaralık insan şu multiçilik şu da amballarını garanti bulup ekilişte tamamen bula aktif azdır. Allah razı olsun. Rahmet hazır mı Kanada'nın yanı bir qarindişimiz men yana bir kepil olay dep naq meydan qılım qadizi otudu. Rahmet sizlarga hamsa. Olur rahmet. Aziz qarindoshlar, Kanada Uyg'ur jamiyatining boshlig'i Tuyg'un Abduvali qarindishimiz bu xizmatni jiddiy qo'llaydiganligini bildirdi. Birazdan oldida bizning programmamizda Dünya Uyg'ur qurultayininki ko'chmanlar ishiga mas'ul müdiri Mehmet To'xta efendim batdi. Mehmet To'xta efendimga men bir telefon qilib fikrini olayki bu ish bu programma orqali inshaalloh bir ro'yobga chiqishga vesile bo'lib qolsak savobning cho'ng kichigi yo'q inshaalloh. Va alaykum assalom Mehmet To'xta efendim, men naq maydondan uryapman o'zlarga. Va alaykum assalom. Bek ciddi olmasla sizinki şu 5 aile bir aileni Kanada'ya yerleştiriş meselesinde sizin fikirlerine bakmakçıyım. Vaktler var mı 5-10 minut? Ben fikirlerimni birim ben hazır bir yerde ama telefondan signali qanday chiqyaptiri bilmayman. Pek yaxshi telefondan signali yaxshi. Shunda mı? U o'tganda programda biraz değişken bu gapni. Kanada'da 5 aile birleşip adamga kepil olishini biz yengish emas. 2003 yıldan beri hazırgacha 50'den artık aile Türkiye'ye kelib yerleşip qo'ygan.
Ya bu takıbigenle gepemez ya ki bigenle birisi oturup koşuyorlar mümkün işemez. Türkiye gap mi, Kanada'ya gap mi? Ya şu Türkiye'den, Hı. Kanada'ya, Orta Asya'dan, Malaysia'dan Hı. şu arkalık kelgeller 50'den aşağıda. Hı hı. Ne bu bir konu bir program bu yeniden bunda da oturup çıkarın gepemez. Lekin şunun şartı ötkende sonun programında mı aslı değişti. Oldu ölen şu kişi refüji oluş gerek. Hı hı. Refüji buluş için Kanada kabul kılan refüji oluş gerek. Kanada kabul kılan refüji ya Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ya ki şu kişi turuşluk devletinin Hı. refüjilik yani misafirlik ölçümü Kanada kabul kılan derecede olsa şu devlet kabul kılan refüji oluş gerek. Yani Türkiye'de uygulan desek hem de Türkiye İşler Ministerliği'ne bağlı köç idaresler bugün kabul kılan refüji oluş gerek. Hı. Ötken programda bu şekilde degende bir kardeşimiz programı bağlandığımızdan haberler var. Bizim şu bağ dedik derhal yollap bakalım dedim. Hazırlıkça bu kardeşimiz 10 aile vardı. Lekin mankaygen 2 aile. Hı hı. Şunlaşka o aldı ölen şu O iki ailenin ki yolunu Mangdonlu olsun yama aldıraş bir yerde. Hükümet kaça yollap bulduk ulanı. Onunki kipili kim buludu? Onun kepil ketmeleri aldı ölen hükümet tarafından ekilişini birinci orun koyuşumuz gerekti. Ama iki taraftan tutsanlar buludu o mesela 5 aile. Ya o hükümet ekesi onun kepil ketmeydi. Ekemiz şu. Hükümet ekemeyimiz neydi? Vaxtada kepillik yollamamız. Yani bu kepillik programımızı Kanada'da 3 yıl oldu. Hı hı. Birisi devlet kepilliği de. Hı. Bütün çıkımlarını devlet kalıp ekildi. Hı hı. İkincisi teşkilatlar kepilliği de. Yani şirkavlar var, şu refüjilerini kullanan teşkilatlar var, bunların kepilliği de. Üçüncüsü şahsi kepillik. Yani 4-5 adam bir yakılıp bu kalış. Bizden demeden aldı ölen devlete gelsin, devlet buldu benim kabul müşinçilik degende analikin teşkilatlar, analikin şahsiyelerinin kısıtı, samcı karab buldu degen. Ama bu yerde ben fikrim biraz okşamaydı yani benim fikrimde Gülye Hanım yaxşı bir işinin davamını kılıvatı dep oylayım ha. Bu işni mesela biraz kengaytib, biraz bununla vaqt berip, biraz çıngırak tutsanlar qanday bo'lar bu qitim? Endi yükümüzde yangiliklar arkada bir şükürmen dese, kolumuzda 11.8 adam turdu. Sponsor tapamagan bolsa, ben topkuma burulu dep koydum, 10 adam tip koydum ben. Kepil olman degen. Ama şu Türkiye'de refüji degen adam yok. Mesela şu. Türkiye'de şu refüji bulmadığı için ya ki kollarıma refüji dediğim belgisi o adam bulmadığı için Kanada hükümet öyle yol manayı diyerek yol manayışımızda sağlıyor. Bana hazırlıkça mesleği degende kolamda refüjiydim dediği adamda işkisi baktırıyor ne baktı. Muş programı münasebetiyle yana bir qancha aileninki nemisini üveteyle ötken işqa salıvat o hükümetler meňavatqa işin mena şahsi fikrim işinlar meni verse bir 4-5 aile bir birleşip 4-5 ailenin yolunu men baksanlı qanday bolar bu mening bir nacizane teklifim ya. Bu mandagi o şahsi nimkisini en ahirde bunu tasdiqlaydigan hükümet şu. Ya bununla da henüz hükümet ki barıdı. Ya onu düşündüm. Onu jaryanı düşünmeli. Şu 5 adam kipil olsun hükümet ki vardı ya ki bütün ekilimen diye adamın tuzundaki hükümet ki vardı. Hükümet manime ekilemem, manime teşkilatlar, manisine kipil olanlar da küçük bölüdü bunu. Bir kısmını hükümet özellikle. Bir kısmını çoğu UNHCR, Kanada'daki Birleşken Devletler Teşkilatı, Misafirler Komitesi, anadaki çoğu şirketler, ya ki başka muhacirler teşkilatı var. Onlara bir kısmını bölüp verdi. Hükümet bu kılıdı onu. Anadaki şahsi eklemen diyenler olsa onların bölüp verdi. Yani hükümet akıllı buldu bu. Ya hazır mening da'vatqinim to'g'ri gapdir, ama mening da'vatqinim 5 aile bir yerga kelib shu bu qitim yani yangidan bir tutib baqsa uni qanday bo'ladi demoqchiman. Ya 5 aile emas, 10 aile tutib qo'ydim. Shu men musafir degan guvohnamiz var Uyg'ur nerede? Tamam. Unda bo'lsa biz agar bu men musafir degan shartlik multaji nimasiga ega bo'lgan, statusiga ega bo'lgan kishini topsak bunun yolunu meniş kısmını küçük çıkaramla. Elbette bu Kanadalı Uygurlar onun da tayı hazır bir şeylikten çok adam kep oldu.
Mesele nimede ben 2 yıl burun sana haberleri var. Ben Birleşken Devletler Teşkilatı iltimas kılımlarda 2 yıl burun çakır kıldım. Sebebi de şu. Çünkü Kanada Birleşken Devletler Teşkilatı kabul kılan muhacirlerini Kanada kabul kıldı. Onun için şu vakti o bir teatr şamallar çıktı. Bir stekan suda boran çapkıllar çıkarıp nurgulları kalaymakan teşvikat bilen iltimasını kaytırıp aldı. Şundan mı? Bana hazır mı işinin tolugunu bilmeyi durup ben baştan ahırı degen gel şu aldı bilen muhacir oluş gerek bu insanlar. Kolada ben muhacir deydiğin kimisi var. Türkiye'lik Uygurlarının bu nasıl bulmadığını için biz tüzümlaş edem yapıp toxtatdı. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Türkiye'de düşmanısı takılıptı. Bula muhacirlikine alınmaydı ki hem de Türkiye köç idaresinde muhacirlik alaydıysa o yerdeki Türkiye'de karındaşlarımızın köklerinin pasportuna vakti ödep ketken. Kanun boyunca kaçak evvalda. Yani kanunsuzdur vatla. Yani bir süre tuğulgan nurgun bovaklar var. Bu atanısının pasportu olgan bala. Ama ulanın kolunda pasport yok. Devlet teberliksiz. Boşunda evvalda bu karındaşlarının Türkiye İçki İşler Ministerliği verip yüzde malum kılışı eğer şunu kağıdında tutuvalı etsem kanunsuzdur bir şeyden. Hem de Türkiye kobulkaysa kıldı. Kobulkaysa bulanı çıkır ve çıkır deport kaysa. Boşu ihtimallik boğaçka, Türkiye'de Uygurlarının evvalı fevkulatte boğaçka, yani hükümetten ya Birleşken Devletler Teşkilatı'nın misafir salaydı iliş imkanı bulmağaçka, şunlaşka hükümet, Kanada hükümet arkalık yol menet, bunun bir yolunu tapaylıydı, atayın edemeveti tüzümlüşümüzden sebebi şu. Bence bizim timimiz eğer bu mültecilerini yani şartlik Kanadaga ekilishga tushadigan mültecilerin tepish to'g'ri kelsa mencha topili inshaalloh. Buning da munosabat Ötken programlarda mı dedi o? Desek 10 aile var dedi, 10 aileden çıkısı yollap. Ben de 3 hükümet yollap oldum ben. Şu Bosolu'da yani Kanada'da, değil mi? Türkiye'de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın şansı takıldı. Şunlaşka uladın onu ilişki imkanı yok. Mavi ilgok kesson karındaşlarıyla bazı hata düşünceler bilen vay biz kitaleydikten ketmektik ya birileri tosap attı. Bundan şu yok. Türkiye'de karındaşların olduğu o muhacirlik belgesi yok der. Türkiye İçki İşler Ministerliği'den ağam mı bağımlılığımız yok. Bana karındaşlar bilgen uçur yolladı da. Yolla uçur hemisi koruma başvuru sahibi de uçur. Yani kovdunuşka iltimas kılıcı da kovdunuş sahibi de uçuramaz. Yani kovduluğa insan da güvenamaz. İltimas kılıcı da uçur. Şuna iltimas kılıcı bilen mülteci kısışkı neyse birisi mültecilik iltimas kılgan teha tasdiklanmagan diye mülteci yolda. O vakitte Amerika'nın 5 adam bilen bulamdı, hükümet bilen bulamdı, başka türlü mülek kegil oldu. Şunlar aldı öyle bizge muhacir lazım yani kolları belgesi var. Allah razı olsun. Ötken programda mı degen gap şu. Şunlar kaç kardeşimiz telefon kıldı özlerinin programında. 10 aile var dedi derhal yollap bıraklar bana dedim ki yolladı. Şunlaşka bu işin cereyanını bilmey, kandaktı Kanada'ya 5 adam kesip ekegil oldu bulmaktı. Ondan şu yok. 5 adam kesmiş hükümet iltimas kıldı. Hükümet 3 yıl cihetin tasdiklanması hukuku var. Birisi salametlik cihetin. İkincisi cemaat bir haterlik cihetin. Üçüncüsü devlet bir haterlik tesir kıldığı 3 yıl insanlarını yön tasdiklamaydı. Şunlaşka oldu olan kolumuzda muhacirlik belgesi var. Karındaşlar oluş gerek. Türkiye'de şunası yok. Şunlaşka hükümette yardım soruşumuzdan saymışıyor. Allah razı olsun. Yani bu Nurgan yani bir qaytim şu programma qilish to'g'risida sizlar bilan men qat izlashdim inshaalloh. Bir yer bir yana bir kichikkin bir savol, oxirgi bir savolni so'rayman. Masalan, ma'lum shirkat bir aşçı lazım bo'lsa, mesela Uyg'ur aşpazin Kanadada tepilmasa, boshqa davlatlardan ekilishdan iborat bundaq bir avantajlari bor ekan hamda. Ashundaq ishchi masalan bu 5 adam bilan munosabat. Ya o 5 bilan munosabat o texnik göçmen karıda. Yani bu şimdi aşhanesi var karındaşlar ilanı çıkardı. Bir aygacha Kanada'da bu işçinin kabul qilish ihtimolliği yok degan bir yani hech kim murojaat qilmasa yoki murojaat qilganlar bu qabul qilish shartiga tushmasa Amerika sirtdan ekilishga bo'ldi. Bu texnikalik ko'chman kategoriyasi yani muhojirlar kategoriyasi emas. Buni pasport ketamdi. Pasport ketadi o seyahat qilish kerak emas. Masalan Turkiyadagi
navaylarımız var mesela. Kanada'da navaylık ilanı çıkarsa elbette tepilişi tez bence. Bir navaylarımızdan 5-4 nekide elisek unda bir imkaniyet var mı? Elbette onu aşkan karındaşlar onu ödüşüyordu da nerede ticaret kalan karındaşlar. O tekniklik göçmen kategoriyası çıkırdı. Yani mahareti var, skilled immigrant dedi, tekniklik göçmen. Ama şu azımı işkirandı demi geçi ek etmeye vatsılamaz mı? Mesela bu. Onun için ben kayıt. Ya ekranda bu ek etmeye vatsılamak bu kararda biz vermeyimiz. Karım sınavı kepalla. Biz kanday ektimiz. Biz müracaat kılıp yol mango çakalı sahne. Muşuşka kançılık vaktimiz gitip vardı. Türkiye'de karındaşlar bilmeydi. Kançılık insanlar yol mango vatıdı. Bizim kolumuz yıkılgan sen biz ülkep gittimiz o kararını hükümet veriyordu. Hükümet ki biz müracaat kılıp tohtuma yol mango vatımız. Yani bir yer Uygurlarını küçümüz. Yani başka milletler karakan hadi güçlü hükümet gibi bazı gaplarımızı bilim kılalayımız. Yani bizim kolumuzdan kese atlamak gittiniz o ne? İnşallah. Yani Ekileymen diye Allah olsa bana 11.800 kardeşimizin tüzümlüğü var bende. Ve ekileymen de son full disi cemaatin toplap bireyle edimiken bolsa 5 kişiden 10 kişiden ben çetelliklerim olsun toplap birey. yani bu Gülü Hanım'ınki bu da bu hizmetin devamını kılışıga size güç katamlı yani bunu kullanma. Ya bu karım o bu iş kalabalık adamlar çok üntünsüz başka teşkilatlar arkalık. O korku yapılan bulmaydı iş kılış gerek bir yerde. İş kılış gerek. O 5 eden bulmasın ben 5 eden ama 10 eden bağlıdır. Ben edemek ilemeksin tek birey. Ama şu muhacir nerede ekilediğin muhacir oldu belgisi var. Onda olsa ben Ben size ötken programı dedim. Görüştüğüm haber yok sevzi dümlep öde. Ha muhacir yok bir yerde 5 eden bu faydası yok ki aldığıyla muhacir olsun kolumuzda. Bu 5 eden gen birden çıkıyor bir yerde. Tamam. Nasıl inşallah muhacirin tepişki biz tirişeyle. Yani vakti gelgende sılınız deyimiz. Bunu 2 yıldan bir davatımız şu karındaşlarla muhacirde bizim ara işkeden muamele yolda teke. Hazırlıkça. Burada inşallah bu öyle İşkiranın keyniga qarasak bu nurgun muhacir badek. İşkiranга gelsek şu muhacir yok dek müştak birlik biraz. Kolada kenişkisi var muhacir gerek Kanada şunu kabul kıldı. Yani Boston o 5 eden vermez 50 eden mi tapımı hemen muhlim başka milletlerden koşar. İnşallah Allah nasip etsin. Yani başka bir türü var mı adam akitişinki başka türleri? Ya teknik göçmen var, meblağ sahibi göçmen var, ticaret göçmen var. Peki İngiliz taraf kılıdı. Aşılağım mesela Türkiye'dekiler dedim. İktisadi şaraydı var. Şokolalaydıgan kardeşlerimiz çok ki. Ve 15-20 eden tizimler ticaretin bulmasına hükümet gidip şularını bekleyildi. Ama tizimler şularını bana uçur bir adam yok. Elmisi gibi adam yollamayın ki Türkiye'ye. Şuna mı yani şu Kanadalı kardeşlerim en az 5-6 katındadır. Tonuşun badayısıyla, size bir tizim atınlar, size net tonuşunlar olsun, şu pasport tuşunları şunu yollusun, kançılık meblağ ülkelerde Kanada, şunu diyorsun, şu boyut olmalı elde. Ama uçur yok, şu uçurda bir rahat kadını. Boladı. Hem de hazır mı şu Yiğit'in borumuna ciddi bir kriz 101 vadıda Türkiye'de mi şu köçmen bolup Avrupa, Kanada, Amerika başka devletler ketiş için bilet ilip ziyan tatıp atkan koyumçularga koyulap ketip atkan muşundaq avallı ba bu toğrısında sizler bilen bularni bu krizden kurtulduruş için toğru bir yolunu gösteriş için yani aldığımız zamanlarda bir iştirak teklif kılaman. İnşallah. Bo'ladi, rahmat sizlarga hamsa. Rahmat. Aziz qarindoshlar, hamma ish degandekli bo'lib ketmaydi. Shu bir boshdan izlanadigan gap. Alloh nasib qilsa bo'ladi. Biz sabab qilamiz. Og'zimizdagi bir tomchi suv orqali o'tni o'chirishga tirishamiz. G'alaba Allohdan, sabab bizdan bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuningdek bir ishlar haddidan ziyoda umidsizlanib ketish yoki haddidan ziyoda umidlanib ketish masalasi emas. Sababni qilish, natijani Alloh qo'yish bizning bir diniy imanımız bu mu? Şunun için bu Kanada'ya köçüş meselesi mi inşallah İşkirandan keyin bana ayrım yazsanlı buludu. Gülü Hanım ayrım yazsanlı buludu. Yani bunun şertiga to'shilgan qarindoshlar bizlar bilan aloqalashib Alloh xolisa bunga yo'lman baqsa bir oila olsun qutulib qolsa ajab emas deymiz.
Ben tekrar bu kıyırdaşlarımızın işkiram ekilime birazdan aldı da biz öyle paranlaşkan kıyırdaşlarımızın sözünü anlağandan keyin bizdinki bugünkü söhbetimiz müşahit tügeydi. Ve kelar qitimliq söhbetde Allah kalırsa biz yine şu hazır çoğun krizislardan beri multeci buluş yani köçmen buluş için koyumchilar ko'ylab ketayotgan, aeroplan biletleri ko'yib ketayotgan, aeroplanga chiqolmay qilayotgan, hatto 5-6 qatim yo'l minib necha 10 ming dollar pulni ziyon tortayotgan. Mana shu qarindoshlarninki chiqish yo'li. Qaysi yo'l to'g'ri? Bu qochoq yo'l degan qanday yo'l, to'g'ri yo'l degan qanday yo'l, aeroplan yo'li, dengiz yo'li, chegirdan o'tash masalalari qandaq masalalarda inshaalloh biz yani programma ilib boramiz. Ali Ahmet qarindishimizni ikkiroqqa kelishga terishimin va programmamiz. Assalomu alaykum Alijon. Va alaykum assalom. Men sizni ikkiroqqa chiqarib olay, undan keyin xo'sh. Sizlar shu ikkironninki o'ng tarafiga bir surilgan bo'lsa, biri 10-15 sm o'ng tarafga. Yani naq shuning qarshisiga. Hozir surganlarning naq qarshisiga yanazroq. Siz joylarda o'tiraverib surilsizlar. Sizlar o'zlarini to'g'rilamaslar, men degan ishni qilib bersizlar yaxshi bo'ldi. Tamam. Sizlar ikkironning o'ng tarafiga bir 15 sm surilsizlar, o'zlari surilsizlar. Mayoqmi yoki matrabmi? Sizning o'ng taraflari. Yanazroq. Telefonni o'ngishimizlar, telefon turaversin. O'zlari surilib. Yan surilib paslar. Matrabda o'ng taraf surilish ehtimol surilish yo'q. ehtimol yo'q. Telefonni to'g'rilasizlar. Sizlar bilan biz avval programmani boshlashdan oldin 1 soat telefon to'g'rilagan to'q. Mana shunday avvallar qarindoshlar. Yani Endi bo'ldimi? Yo'q. Yan azroq so'zlar mush shakldamiz. Endi bo'ldimi? Yan azroq. Qo'rqmay so'zlar, qo'rqmaslar. O'zlari jim o'tasizlar, telefonni so'zlar. Tamam. Endi-chi? Yan so'zlar azroq. Tamam, bo'ldi. Xo'sh. Sizning so'zlarni anglaymiz hamsa. Oldi bilan men shu Kanadadagi Kanada Uyg'ur birlashmasining raisi To'yg'un Abdulla akimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. To'yg'un akimiz bilan men uzun bo'ldi aloqalashgan shu to'g'riliq. Menga o'zining qo'lidan kelishi yordam qilganligini degan bo'ldi. Ondan keyin bu ishni burunda qilib boqqan, sponsorlik shu to'g'riliq adam aka boqqan, birdan bir qila oladigan Ruqiya Turdish xonim tavsiya qilib Ruqiya Turdish xonim bilan ahvollashgan bo'lgan. Shu fursatda Ruqiya Turdish xonimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hozir ishlarni Ruqiya Turdish xonim qilib turibdi. Xo'sh. Shuning bilan birga shu Guli Maqsud xonimning bu yaqindan buyon bu ishni hamda bir jamoat fikri shaklida o'tirib qo'yganligiga unga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bo'lsa imkoniyatinglar bo'lsa, menga bir sponsor bo'lib bersanglar, inshaalloh aslan kutgan yeringlardan chiqishga men tayyor. Bizning boshqa Turkiyadan ketadigan boshqa imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun qanchalik vaqt ketishidan qat'iy nazar buni saqlab turamiz. Buni endi shu bir boshlanish bo'lib qolgan Uyg'ur qarindoshlarga bir yo'l ochilishini chin ko'ngildan umid qilaman. Undan keyin bir necha tuzlik qo'ygan yerlarim bor. Hozir Mehmet To'xta akimizning degan gaplarini anglagan bo'ldim. Xo'sh. Mehmet To'xta akimiz bilan men o'zimni misolga olsam, Turkiyaga kelgandan boshlab aloqa qilyapman. Bir 6-7 ay oldu. Butunlay aloqa qilishni to'xtatdim. Umidni uzdim Mehmet To'xta akimizdan. Chunki biz nurg'un qitim material avatgan bo'ldik. Qaysi kun program qatnashgandan keyin materialni gapini qilgan bo'ldi. Men tunish qilish ballog'i dab qo'ydim. Nima uchun? Ikki odamning avatgani chunki material avat zerikdi. Mana hozir faqat yo'qkan Turkiyada musofir salohiyatli insonlar yo'qkan deydi. Ma'lum meningki musofir salohiyatidagi inglizcha rasmiyatim mana. Musofir salohiyatli inglizcha rasmiyatim.
Mao Türkiye hükümetininki çıkarıp bergen Türkçe resmiyet. Bunun da en aktif üstüdü var musafirlik salayet. Mao şeşe musafirlik salayeti bir neçe kerindaşlar var. Lekin ba'zanlar o'zini bexatarligida ansirab endi oldiga chiqishni faqat xohlamayotidi. Shunga endi birisi bo'lsa birni, ikkisi bo'lsa ikkini bir boshlab qo'ygan bo'lsa, undan keyin Mehmet To'xta apandimning yana bir necha xato uchurlar bo'ldi. Shuni bir tuzib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Türkiye hükümetinde Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, mayli Mao Göç İdaresi olsun, hozir sistemni birlashtirgan bo'ldi. Bu demek ki hem de yeniden hiç kandak adamın işini bicemeyiz degan gap emas. Yani yeniden musafirlar bolsa ularni qabul qiladi, o'xshash tizimlaydi, faqat tizimlaydigan o'rni shu Turkiyadagi ko'chmanlar idorasi. Ular yana o'xshash tartib bo'yicha shu musafirlik salohiyatini bekitadi, musafirlik bexatar tashvish qilib musafirlik salohiyatini bekitadi. Tashvish o'tganlar bo'lsa musafirlik salohiyat beralaydi. Bu qilinmaydigan butunlay tugagan ish emas. Bu qilalaydi. Mehmet To'xta akimizning tushunchasi qanday bo'ldi, uni uqmay qoldim. Bu ishga hamda bayon deganimdek Mehmet To'xta akimizniki hamda tushunchasi yetarli emas ekan. Bu ishni bo'lsa shu Ruqiyat Turdish xonimniki tushunchasini to'g'ri ekan. Ham adam aka baqqan shu Ruqiyat Turdish xonimniki shu Guli Maqsud xonim qatorliqlar bir qo'l tutib bir qilgan bo'lsa bu ishni To'yg'un Abdulla akalarimiz shu Kanada jamiyatidagi Uyg'urlarni Kanadadagi Uyg'ur jamiyatini bir safarbarlik qilib bir Uyg'urlarga yordam qilgan bo'lsa. Biz Uyg'ur bo'lgandiki Uyg'urdan boshqa yordamchisi bo'lmaydi ekan. Boshqalardan og'ingan bo'ldik, yordamchi olmadi, ega chiqmadi deb biz faqat sizlardan kutamiz umidni Kanadadagi Uyg'urlardan. Undan keyin bayon deganimdek shu uchurlar ashta oldi. Mehmet To'xta akimizning oldingi adam avatib tizimlashga ishimi shu. Faqat musafir salohiyatida Kanadaga ko'chman apirish. O degani hukumatning yordami bilan Kanadaga ko'chman apirish. Kanada hukumat to'rbetiga chiqib, men ingliz tilini tuzib o'qimayman, men bir oshpaz. Men jig'imda ingliz tilini tuzib o'qimay turib, hukumat to'rbetidan aniq ko'raldim. Kanada hukumat yordami bilan boshqa yerdan akildigan musafir faqat va faqat Birleşken Devletler Teşkilatı'nın musafirlar iş bicirish o'rni tarafidan ilib mangildi. Bu hargiz Kanada hükümeti yani bir yerden emas. Şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qabul qilgan adimi, musafirlik salohiyatini bekitgan adimi va shularning taqsimlashini qo'lga keltirganlarni mumkin Kanada hukumat yordami bilan mumkin Kanadaga ketdi. Bu hargizmi bir 5-10 ming odamni tizimlab qo'yganga hech qanday salohiyat yo'q bir odamni tizimlab qo'yganga Kanadaga bir yo'l mingib qig'il bo'lgan undaq bir yo'lmi ham yo'q. Undaq bir yo'l mavjud emas bir yo'l bu. Undaq yo'lning bo'lishi mumkin emas. Ama bu sponsorlik ishi bir mavjud, reallikqa uyg'un. Faqat Kanadadan shu qarindoshlar bir Uyg'ur qarindishimkan deb bir yordam qo'lini sunsa mavjud bo'lgan reallik aylanadigan bir yo'l endi. Ma'lum vaqt uzun kessin. Bilimiz endi har qanday oson emas. Mush Kanadadagi mush qarindoshlarga bir yordam qilishni umid qilaman. Bexatarlikdan bo'lsin, iqtisodiy jihatdan bizga keyin bir jafosab qo'yishdan bo'lsin, hech qanday ansirmasin. Mana men maydonga kelib, oldiga ekronga shunchalik g'ayrat bilan, shunchalik jasorat bilan Allohga tavakkul qilib chiqdim. Mana mening rasmiyatim tayyor, o'nirim bor. Bu yerga borgandan keyin men kipilib berganlarga hech qanday qavatchilik sanmayman. Millat uchun, vatan uchun qo'limdan kelishicha yaramli avlodlarni yetishtirib, qo'limdan kelishicha qila olaman. Allah razı olsun. Onun ishonchim bor. Siz bu oylık aşkanla aşpez şekilde ketişini mi mesletiş baktınız mı Kanada'daki Uygurlarla? O to'g'riliq men dastlabda shu Kanadada oshxonachilar xo'jayinlarni ayirib ko'rishgan bo'ldim. Uninki bir jarayon ketdi ekan, uzun jarayon. Ikkinchidan endi uningga pasportining uzun vaqti bo'lishi kerak ekan. Meniki ham pasportimning bek uzun vaqtim asosiyatdan qolmadi, pasportimni to'shdi ham. Oilam Turkiyada qoladi ekan, men o'zim oldida berib, keyin undan keyin oilamga yo'lman ekildi ekanman. Bu farzandlarimning Turkiyada tug'ilgan farzandlarimning pasportining tani yo'q. Shuning uchun u yo'llardan hamma yo'llardan men voz kechib, eng oxiri shu musofirlik salohiyatda oilam bo'yicha bolalarimni yanimga olgan holatda shu bir yerga ketay degan umidda mush yo'lni tanlabmadim. Turkiyada qilaligida barcha yo'llarni men qilib bo'ldim. Salohiyat hammani men olib bo'ldim. Faqat mush Kanadani ishga kelgan chog'da men ojizlik qildim. Uni men qila olmaydi ekanman. Mening qo'limdan keladigan, o'zim qila oladigan ishim bo'lsa, men har qanday bir Uyg'ur qarindoshdan avar qilishni xohlamayman. Chunki men bir mustaqil yashab, barcha ishni mustaqil qilib ko'ngan odam. Shunga bu Kanadadagi sponsorlik ishga kelganda men hech amal qila olmadim.
Şunu bu müracaatni sunuşum, şunu kapılmayı bir yaxshi bir o'ylashib bakkan bo'lsa, deginim shu, ondan keyin oxirida bayan bir qarindishimiz telefon qilib shartli multaji to'g'riliq bir o'zining tushunchasini o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Bunga bir izoh berib qo'yay. Turkiyaniki ko'chmanlar qonunida bu multaji demak musofir. Musofir hisobda bir 2-3 xil, mening bilishimcha bir 3-4 xil turi bor ekan bu musofirninki. Siz Türkiye'ye kelib panoh tilasangiz, mayli Turkiya ko'chmanlar idorasidan bo'lsin, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bo'lsin, panoh tilasangiz, birsiga Turkiya hukumati o'zidan Turkiyada qilish uchun, Turkiyada va yashash uchun, vatandoshlik qilish uchun panoh tilaydi ekansiz. Ya'ni birsiga men Turkiyadan boshqa yerga, boshqa bexatar davlatga chiqish uchun panoh tilaydi ekansiz. Turkiya o'zidan panoh tilasangiz, u multaji bo'ldi ekansiz. Turkiya keyin undan keyin 5-6 yil turgandan keyin vatandosh qoldi ekan. Başka üçüncü bir devletke çıkışını arzu kısınız, bunun türü şartli multaji degan tür bilan ayrıldı ekan. Bu herkes bir şartlik olganlık üçün ya andak ya mandak degan gap emas. Fakat üçüncü bir devletke çıkıştırganlarınki multajininki türü şartli multaji oldu ekan. Onunki yana birisi geçici multaji deb vaqtliq o'tkinchi musafir mandak oldu ekan. U masalan urush bo'lgan, masalan Suriyaga o'xshash yoki Boloniyaga o'xshash vaqtliq urush tugaguncha panohlanib turgan ya andak mandaklarni ularni mesela o'tkinchi musafir deb ataydi ekan. Ashunga o'xshash bu bir turi xolos. Undan keyin ularni chiqarib bergan rasmiyatida ya 1 yillik ya 2 yillik deb bo'lmaydi. Bu faqat endi meningki turkcha chiqarib bergan rasmiyati. Buningda hech qanday bir vaqt surasi bo'lmaydi buningki. Undan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yangi boshqa vaqtida chiqarib beradigan shu qog'oziningki vaqt surasi bor. Uni u tugisa qayta almashtirsa bo'laverdi. Uning hech qanday daxli yo'q. Şu musafirlik salahiyet bergan bo'lsa, faqat va faqat muhim narsa kimlik bor. Shunga o'xshash kimlik, shunga o'xshash musafir kimligi. Buning ustida aniq biziqlik, status degan yerga shartli multaji deb aniq biziqlik, shunga o'xshash kimlik bor. Buning vaqti to'shqa vaqtida almashtirsak, eng unumligi shu kimlik endi buningda. Shunga hamda bayon Mehmet To'xtakimiz degan bo'ldi, faqat ikki islom borki, adam yo'q ekan Turkiyada deydi, o'sha ikki odam bo'lsin bor ekan. Şunu yol meniş niyet olsa, şu iki adamga mansumı yeterli endi. Qolgani oldin kendimden chiqdim. Mana men maydonga urib chiqdim. Avval ikki odamni ikki tanil demoqchimisiz? Ikki emas, bir so'simi aktish niyat olsa, shuni aktish kerak. Hukumat yardım bilan aktishning gapini men abay deb o'tgan bo'ldim. U 5-10 ming odamni tizimlab qo'yganga, hukumatga sunib qo'yganga tutadigan ish emas. Hukumat yardım bilan musafir salohiyatida Kanadaga boradigan odamning yo'li faqat va faqat şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki şu musafirlar işxonasidan o'g'irlashtirgan, ular bilib bo'lgan adamlarni faqat hukumat yardım bilan qabul qildi xolos. Undan boshqa Kanada zonlisi bo'lsin, mayli zongdong bo'lsin, nemisi bo'lsa, uni bir tal odamni u yerga olib uni burunni to'liq gap so'zlab ketgan bo'ldi. Maqatim Gulli Maqsud xonim shu videolarni ishlab qilgan yoki kendim bir videosini ko'rgan bo'ldik. Mehmet To'xtapandimniki bu Gulli xonimga bu unchilik oson emasligini, xato uchur taqatganligini, andaq-mandaq videolarni uchiruvchi to'g'riliq bir gap qilganligini anglagan bo'ldik. Mening umid qiladiganim Kanadadagi qarindoshlarning bir singlar bilan nim qilmay ön bo'lib bir Uyg'urlarning bir uyushchan bir millat ekanligini mush ish orqali bir isbotlasanglar, bizga amaliy bir ish kerak. Bayon deb o'tgan bo'ldingiz. Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarga bu un, yog', guruch, undan narsa biz bir paravallik o'rnidagi bir odamlar emas. Biz undan narsa ehtiyojimiz yo'q. Bizga faqat bexatarlik kerak, bizga kelajak kelgusi kerak. Shuningdek, endi ön bo'lib bo'lsa, shu Ruqiyat Turdush xonim bilan Tuyg'un Abdulla akamiz ikkisi bir qilgan bo'lsa, bu ishlarni Guli Maqsud xonim qatorliqlarni bo'lgandan keyin bu ishlarni bir umidvor bo'lib bir mingib baqqan bo'lsa, endi kaynidan o'zi sal beshin ichiga tiqib olganmi, 6-7 odam bor. Mehmet To'xta akamizni avatmaslikning sababi shu. Men nurg'un qitim avatgan, bu qitim men avatmadim deysiz. O'zim telefonda paranglashdim. Men u odamni umidni uzib qo'ygan oldi burun. Shuning uchun men avatmadim deysi. Shuning uchun Mehmet To'xta akamiz bu xapilmayandi, shu o'zininki hukumat ishi bilan mangadigan yo'lni mengavergan bo'lsa, bu sponsorlik ishga men bir aralashma, shu hukumat yordamidan ishni mengaman shuni mengavergan bo'lsa, men boshqa qarindoshlarning maoshini bir ching'aroq tutib, bir mingib birishni umid qilman. Ondan keyin eng oxirida Hüseyin Tajalli efendim bayon degandek bir qarindoshimiz telefon qilgan bo'ldi. Turkiyadagi Istanbuldagi mushtaq chikitova, mushtaq qarindoshlarni oldida akasanlar degandek.
Endi bu abim siz dep ötken boldunuz, endi men deplim ektidigan iş emas. O qarindoshlarga tavsiyalarim Türkiye Köçmenler İdaresi bilen Birleşken Devletler Teşkilatı sistemini birleştirip ten hizmet kuvveti düşkisi. Herkes birisi toktap kılıp ağıl olmaydı, kığıl olmaydıgan iş emas. Bulup mu pasport yok, kimlik yok, çikti var, tarakturuk degende qarindoshlarga tavsiyalarim. Özanlar Türkiye'deki çoğun şehirlerden sırt, çoğun şehirler, iqtisadi şehirlerden sırt, küçük şehirler bulup mu Bayam Ekrem Uygur çıkan okşa Bolu degendek şehirlerge berip, Köçmenler İdaresiga berip, özanların ahvalini tushundirib, ben fakat panah tilayman, xalqaro qo'g'dinishni iltimos qilaman, uchinchi bir davlatga chiqdiman deb chiroyli iltimosini qilsa, uningga turadigan o'ylari yo undaq narsalarni qilib bo'lgandan keyin ularga normal shu musofirlik kimlik emas, endi başvuru sahibi deydi ekan, uni uluslararası koruma başvuru sahibi shu iltimos qilgan hisob, iltimos qilgan kimlikni berdi ekan, shu kimlikni yashaverib, bayan degandek 15 kunda bir oyda bir imzoni atdi, u bu yerga bexatar tashuvishgan, biz atdik, e'tibatimiz shunga o'xshash davomlashtirsa, muloqotga chaqirib, ondan keyin shart tushgan bo'lsa, musofirlik salohiyat berdi. Bu hargiz to'xtab qolgan, ya'ni bizim bo'lib qolgan ish emas. Endi mana bizning ishimiz inshaalloh bir yerdan chiqsa, bu men Kanada qarindoshlar ching tutsa bir 2-3 oyda Kanadadan bir javob qabul qilmaymiz deydigan javob keldi ekan. Bu kelib bo'lgandan keyin eng uzoq bo'lganda 40 necha oy, Guli xonim degan bo'ldi. Eng uzoq bo'lganda 47 oy ekan. Belki 20 ay buluş mümkün, belki 12 ay buluş mümkün. Buna bir naz jigil olmaydı ki, lekin en uzak bo'lmaydi degandimi 47 ayda şey Kanadaga nim qilib bo'ladi ekan. Şu an deydiganim yana shu, bu Türkiye'deki qarindoshlarning aqli hayron qoldi. İstanbul'da yaşaydı, çoğun şehirlerde yaşaydı, turmuşunda qiyinchilik, deb degan tökdisi ajoyib tüküdü. Bizdeki adamni yaratmaydı, bizdeki adamni bir Müslüman Uygur qatarda ko'maydi. Kuldan hech qanday bir kelajagini o'ylaydigan bir kalimi yok. Ya kimlik yok, ya pasport yok, hech nima yok. Shu yerda xotirjam yashaydi, tijoratlar, do'kon saroylarni ochdi. Ular tavsiya qildigan kelajagini azroq o'ylagan asosda, farzandlarning oilaning bexatarligini o'ylagan asosda mushu musofirlikqa bir iltimos qilinglar. Bexatarlik bo'lsa, bexatarliginglar kafolatga ega bo'ladi, hech qanday bir ish bo'lmasin. Tavsiya qildiganim shu. Qolgani bizning ishimiz inshaalloh bir g'albilik bir boshlansa, azroq bir xabar kelgandan keyin qolgan qarindoshlar bir başlasa shu iltimos qilgan. Ularning musofirlik kimligimi uzoq qolmay chiqilganligi ishonma. Mesela hozir qarindoshlarimiz yozibdi. Bu nim degan jiq gap, nim degan jiq, ya'ni jiq sharit va ajab uzoq vaqtgan deb. Amaliyot uzoq vaqt emas u. To'g'ri deysiz, Husayn Tajalli efendim, oddiysi o'zimizning vatanidami, men nopusimizni Turpandan Ürümchiga ya Qashqardan Xotanga ya Aqsudan Ürümchiga o'tkazish uchun unda oson emas. Bu tartib bilan, savirchanlik bilan bir qadamdan minish bilan bo'lgan ish. Men oddiysi hozir mush Kanadadagi murojaat qilish mush bosqichga kelguncha men naq 3 yil bo'ldi bu yo'lni ma'vatli. Men 3 yilning ichida men mush ekranga chiqdidek holatga keldim. Hozir faqat mening qo'limdan keladigan ishni hammani qilib bo'ldim. Kanada qarindoshlarning yordamiga qarab qoldim. Shuningdek bu qadam bilan minish orqali zerikmay, terikmay, quruq gapni jiq qilish bilan tutadigan ish emas endi bu. Bu amaliy mundaq bir qilish bilan tutadigan ishlar ekan-ku bu. Endi tushunsa, bu tartibini tushunsa shunday murakkab emas. Baribir Turkiyadan bir qanot chiqarib boshqa yerga ketolmaydi ekanmiz. Necha yillar kessamiz Turkiyada turadigan bo'lgandan keyin kelajagimizni bo'libmi keyingi 5-10 yilimizda qanday bizda o'zgarish bo'ldi, yaxshilanish bo'lamdi yo yaxshilanish bo'lmay chekinib ketamdi deb o'ylab, bexatarlik jihatdan ham jihatdan agarchanda o'zi to'g'ri ko'rsa, ko'nglidan o'tkazsa, menimcha shuni tavsiya qilaman. Kichik shaharlar tursa, bizga o'xshash uy ijaralar arzon bo'ladi, undan keyin jon boqmoq osonroq bo'ladi, keyin cho'ng shaharlarga iltimos qilib har xil shaklda yo'tkazib bo'ladi. O'to'g'rilik nurg'un qarindoshlar yo'tkazgan bo'ldi, arvoqda men yo'tkazgan bo'ldim. Onun yo'lini mansa birdan mansa bo'lgan ishkan-ku bu. Shunga hozir faqat Kanadalik qarindoshlarning yordamiga ehtiyoj qilib qoldim. Yordam qilishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, men nomerimni qoldirib qo'ysam, ayrim men bilan paranglashsinmi, mayli, men ahvolim demoqchi bo'lsa, yoki bo'lmasa Kanadadagi Ruqiya Turdish xonimning tafsiliy fiqh baqsa bu ishni yaxshi biladi ekan. To'yg'un Abdulla akamiz bilan aloqalashsin bo'ldi va yoki Mavo Guli Mahsud xonim bilan aloqalashsin bo'ldi. Mushni bir oilamning bexatarligi va kelajak uchun millatimizga bir umid bir paydo qilish uchun mushni bir yordam qilgan bo'lsanglar, biz Uyg'ur dillam yordam so'raymiz. Hayotimda boshqa millat, boshqa u bo'ldi va yordamni so'rab boqmagan, ham bundan kim so'rash nasib qilmasin. Mushqitim faqat amal qilinmag'achqa
ben bu şu yolunu tanlagan boldum. Allah Şuna razı men olsun. ümitsiz qo'yishinglarni qo'ymasliklarini umid qilaman. Rahmat. Şahsen men mi sizning so'zlaringizga men butunlay ishondim. Men mi Alloh xolis ekran orqasida mayli Ruqiya xonim bilan bo'lsin, mayli boshqalar bilan bo'lsin, ko'rishib sizning ishlaringiz yordamchi bo'lishga va'da qilaman inshaalloh. Rahmat Hüseyin Tejalli efendim. Bir qarindishimiz telefon qilibdi, so'zni anglab boqdi. Assalomu alaykum. So'zlasangiz bo'ldi qarindishim. Ovozingiz yaxshi. Şu aile, yaklaşık aile bir ailene akitler eken o. Çokum aileler için mesela erayel oluşu gerekmez. Biz akıl gözüm bilen öğrendim. Bo'ladi, bu savolingizni endi men Gulay xonim yana bir qitim ekranga keldi, shu vaqtda men so'rab berayim siz. Ben mesaj versem buldu bu sualıga. Buldu. Ben cevap versem buldu. Sizning so'zingiz tugdimi? So'zingiz Yan bir de sualım var. so'rang. So'rang. Mesela muhacir ulaş için hakikat bildiğin panaklıkta buluş gerekmez. Savolingiz tuggan bo'lsa, unga men qarindishimiz javob beralisi bersin, bo'lmasa Gulay xonim berdi. Siz javobni shu suhbatimizdan anglamaysiz. Bo'ladi. Ma'qul. Allah razı olsun. Agar sizning bu jihatda xili ko'p izlanganda qilasiz, Alijon qarindishim. Javobingiz To'g'ri. bo'lsa bersangiz bo'ldi. Bayam degan bu qarindishimiz so'rgan bir oila deganda akuf olsun buldu bulamdı deb so'rdi. Bununki asasligi bu bir oila ishkali gap emas, bu bir dilo deydi ekanmiz, Uyg'urcha bir dosya. Bu bir dosya mesela Birleşken Devletler Teşkilatı bo'lsin va yoki Türkiye Ko'chmanlar idorasi bo'lsin. Bir arxib Billi bağın bir arxivga tushgan, onun uchun akufga inisi tuqqan, mesela er ayol mamina tuqqan biz bir dilo, bir dosya bo'lamiz, bir arxiv bo'lamiz. Bizni nega bo'lsak tang barimiz deydigan mundaq bir arxiv bo'yicha mangadi ekan bu ishlar. Çok akufku bolsam da şu yerga bağın kögen bolduk başka milletlerden, başka Suriyalik olsun, Afgan olsun, 20'den 30'dan açtık bir arxivin içinde 20-30 açtı nevri tuqqanlarının balları degendek aşındaqlarının nurgun kögen bolduk. Şuna bu bir arxivden buludu iken bu. Salayet çıqqa vaqtıdı mı, hem resmiyet olsa şu bir arxiv bu içmalıdır. Ular çoxun bir yer turiş gerek, bir aile yaşaş gerek degandek hem de onun özgürlük şartları buludu iken, qaysi şart olsun bildi turup şu resmiyeti bir yer doğan ki bildi buluş gerek iken. Onun için bayam digine, onun için Birleşken Devletler Teşkilatı'na başvuruş gerek mi digini de bayam dep ötken bulduk. Onu resmi kin evet koysam buldu. Onu Mehmet Oktaklarımızın aldığım kızın evetken buldum. Aldığım kızın 9. ayda başlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki yeni iltimas koçlarını tizimlaşını toktattı. Bu to'xtatdi demak, menga qilmaydi degan gap emas. Voy Mehmet To'xtatimiz ashuna xato tushuntirib qo'ydi, qilmaydi degan gap emas. U tizimlatishni ko'chmanlar idorasiga o'tkazyapti. Har qaysi dastlab qanday bo'ldi desak, Birleşken Devletler Teşkilatı tizimlatib, ular bizni bo'ldi shu shaharlarga. Shu tartibni yo'q qilib bilan bular bevositadan shu kichik shaharlarga berib, tam iltimos qilsak bo'ldigan qildi-ku buni. Shu kichik shaharlarga berib, iltimos qilib, shu yerdan bergan shu kimliklarni ilib Kaynada muloqotlarga chaqirsa, ularning muloqotidan bexatar tashkil etib, uningki musofirlik salohiyati berdi. Shu musofirlik salohiyati chiqqan odamlarga bo'lgan ish bu. Kanadaga musofir salohiyatida odam o'tkazish, musofirlik salohiyati chiqqan odamlar. Baya Mehmet To'xtakimizdan degan 10 ming kishilik, 12 ming degan sonlar yomon jiqsallab ketdi bu. O sondagi odamlar musofirlik salohiyati bo'lishi kerak. Kanadaga musofir salohiyatida mayli hukumat yordam bilan apiring ve mayli 5 kişi kipinli apırın ve mayli ammaviy tashkilotlarla apırın. Bu qandaqlam apırın musafir salohiyatini Kanadaga apırmalısınız. Çuqum odamlarning musafirlik salohiyati bo'lishi kerak. Uni qandaqdir undaq 5-10 ming odamni tizimlab qo'yganga Kanadadan bir 5-4 kishiga bu Uyg'urlarning yurishtirishiga chassaqlik qarab qo'yganga anankin bo'ladigan mundaq tipdagi ish emas bu. Uni Kanada zonlisi aktamaydi ama dese. Şuna hem de Mehmet To'xta akimizga tavsiyem bu 5 kişilik kipilning işi yoki ommaviy tashkilotlar kipilning işi olsun. Bununla belki jiq suğa su sepmagan bo'lsa, o'zining qo'lidan kelmasa, qo'lidan keladigan shu hukumat yordamining ishini mengayvergan bo'lsa, bu ishni qila oladigan qarindoshlarimiz mangan bo'lsa, bu albatta ziyat bir jiq terilmagan bo'lsa, men o'ylaydigan shu ham. Bo'ldi, sizning agar so'zingiz tuggan bo'lsa, men Gulay xonimga telefon ochaman. Agar sizningki ko'p tashabbus qildingiz bu Ruqiya Turdish xonim masalasida. Ruqiya Turdish xonimga men
bir telefon qilay agar vaqti bo'lib qolsa. Chunki Ruqiya Turdish xonimni men tunimaydim. Shu Facebookdan gap qilsam, menga Uyg'urim, millatim deb xolis yordam qilganligini bilaman. Assalomu alaykum Ruqiya Turdish xonim. Men Husayn Tajalli, men sizga naq maydondan telefon qilyapman. Yaxshi o'zingiz shu. Tuyuqsiz agar vaqtingiz bo'lmasa mayli. Tamam, birden dikin bo'libdi, Bo'ldi. yazda cho'qim yaqilishim kerak. To'xtab turaman sirtqa chiqay. Bo'ldi. Ruqiya xonim ishda ekan, shundan bo'lsam yo sirtqa chiqib so'zlay deb qilyapti qarindoshlar. Demakki, millatimiz uchun ko'ngil bo'ladigan shaxslar intayin ko'p dunyoning har qaysi joylarida. Alloh rozi bo'lsin. Ichkirda bir ishxona o'xshaydi bu. Chiqib bo'ldi. Yo'q, solda adam chiqamasmi? Hemen çaqchaq dedim. Hanım, sizin avazınızı bütün naq meydandan anlayaptı qarindoshlar. Bu şu 5 aile bir aileni Kanadaga yerleştirish masalasida bir suhbat qilyapmiz. Bununla Guli Maqsud xonim qaytildi, boshda so'z qildi. Mehmet To'xta efendim qaytildi. Tuyg'un Abduvali efendim o'z fikrini berdi. Bu Ali Ahmed qarindishimizni bilishingiz mumkin. Sizin ismingizni ko'p tilga ilib, bu ishlarga yordamchi bo'lganligingizni, maslahatchi bo'lganligingizni, ham bu jihatda burun bir oila kelganligingizni bir qancha. Buningda tajribangiz borligini dedi. Shunga sizning bir fikringizni olaylik deb naq maydonda urishim. Okay, assalomu alaykum. Savol nima qanday maslahat? Savol ya'ni hozir fikrlarni beribdi. Nima savol, nima to'g'ri? ya'ni shu imkoniyat bo'lsa agar bunga bir qanchalik kuch chiqarsiz shaxsiy salohiyatingiz bilan va shu yerdagi bir Uyg'urlik qarindoshlarningki salohiyatida bunun qanchalik yordam qila olasizlar demoqchi. Ha, okey. Bu bir aileye yoki bir odamga 5 odam kepil bo'lib ekan bo'lganini boshqalarni so'zlaganda balkim bu yerda bu mayli Kanadaning ko'chman qabul qilishning ichidagi bir tur hamdichu. Bu turda lekin bu 5 odam kepil bo'lgan taqdirda shu 5 odamniki burun hamda maoshi cho'qim 50 yuqori bo'lishi kerak degan qonun bordi. Va yaqindan yaqi u men veb-saytga qarasam, o'chib kirgidek bo'lmadim. O'kini bir qarasam, 50 ming yuqori bo'lishi kerak degan narsa yo'qdirdi, ammo aniq cho'qim ish o'rni bo'lishi kerak. Lekin bu bir yil vaqtidan bu odamlarni joint account ichib, hisobot ichib bankadan. Bu shu kelgan odamga bir yil, ya'ni hukumat baxmaydi, bular baqidi daynonga pul qo'yish kerak yoki yana bir yo'llar borga iltimos qilsa 6 oyga tushiradigan o'xshaydi, ashta bir nemisi bor ekan, ashta chiqiribdi. Lekin burun 50 mingdan yuqori bo'lgan vaqtda maoshi har bir 50 mingdan yuqori bo'lsa-mu, bo'lgandan keyin pulni qo'ymasmi, cho'qim bu sen bir yil baqsa kelgan odamni deydi. Ashta bir narsa. Undan keyin bu akil keldigan odamlar qanday sharti bo'lishi kerak deydi, cho'qim başvurup qo'yganda bo'lsa bo'lmaydi, UN'dan qabul qilgan bo'lishi kerak, BDD, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. yoki shu yashayotgan davlatda refugee statusini olgan bo'lishi kerak. Mana shu shart bor kelgandan. Agar hech qanday nimasi bo'lmasa, miyatni u bashadam kepil bo'lgan bilanmi, shart to'yimiz agargin bo'lmaydi. Bular desa qat'iy yo'li yo'qmi buning degan narsami chiqmaydi. Masalan, tecrübemga asasen ben bir qancha ailene ketmedim. 2 ailene ekemekçi olan birisi intervyudan ödenmedi. Neymi görüşmeden çok görüşüm bağın. Hem de isteylen bu görüşmede bir ödenmedi. Onu beledi demek. Kalan aile ular asli BDD'ye aslında panalık dizigen buluş gerekti. BDD'ye başvuran kağıt bo'lishi kerak. Lekin ularning unda qog'ozi yo'q, atkaz qo'yib ekan. Men iltimos qilganda berib dedim, bular qilolmaydi, chunki ular Turkiyada ekan, Qozog'iston ekan. Bular bunda iltimos qilolmaydi. Bular qog'ozni atkaz qilgan, UN'ning ishxonasimi yo'q, Qozog'istonga başvurdi. Qozog'istonga başvursa bu soni ichiblar shu sotun o'tkazmayli Xitoyga berib ketgan, shu qo'ng'ab Qozog'istonga murafiyachilikqa başvuran bular xatar ostida mükü yaşayotdi degan. Andan keyin u mükü yaşayotdi deb ashunda deganki, u immigrationga unda iltimosni mundaq deb yozib qo'ysangizlar, uning bilan ish bitmaydi ekan. Shuningga u vaqtida deb ularga yaqin immigration ministry
kesimini Uygurlar komünitelerini yıktığını ediyor. Çünkü bunlar ben onun şansı verip onun yardımcısı Hong bilen görüşüp bir Koreyalik. Koreyalik bir adam batmışın yardımcısı. Şunun bilen görüşüp şu muşta xatar astı edip sep emigrasyonga referans joyliqi referans deganda bu adam xatar astida bo'lgandikin ilishinglar kerakda bir xil ularning gapini almaydi de u nimaninkichu cho'qim ilish kerak ammo sen muşta adamni olmiz bo'lmaydi xatar astı degan deb muşta hadis basan deb sana buniki çünkü buna BDD'den iltimas qilamidu yo'q sizlar unda shart qo'yib olgan bilan desam u adam mashina xatni yozgan yozib qilgandan keyin shuning bilan bu oila keldi. Ama yıllık şartını götürüldü de çok şu BDD panaltılmayan şart olması kilenmeydi dediğim bir iş yok. Aslında onda kalanmaydı BDD panalık tileyenmeydi o devlet panalık salayetini alanmaydı dediğim bir nasip olsa eğer kadar aslında olsa o şartını götürüp tutup kabul kılıp ekergini buldu. Hem de o adam ki bu beş adam tapanmay o vakti da kibul buldular. Ama başka bir teşkilat kibul bulgan pul koyup vergende hem de bir yıl bakıdan pulunu koyup verip bizge aşıyor bir çirkav. Açta ekergen ama o pulunu o adam aeroplan çıkıp ben verip o pulunu kaydırıp ettim. Çünkü biz özümüz bakımızda buna kilişip kalan. O aile kergende mi özünü baktık. Biz bakmadık, hükümetten muammadık. Çünkü eğer o hükümetten ben cinem bakamadım dese o vaxtda Ruqayya xanım əmsiz bir qanada bana iştirdici hükümet. Şununla aşta bulup bolğan bu Uyghurlar. Hem hazır Türkiye məsələsi Türkiyədə Uyghurlar xətar astıdır mı? Eğer bula BDD panalık tileyenmeydi, tileş mümkünçülükü yok, onda iliş mümkün. Bolsa BDD'den korkuqaman. Türkiye'ye başvuruş gerek. Türkiye mi korkuymaydı? Türkiye'de bu panalık stajyerlisi mümkünçülükü yok. Türkiye'de bularını Xitay'ın saxçıları qoğlap yürüyordu Qazaqstan'daki ve Qazaqstan saxçıları o vaxtda Xitay'ın öldürülüşü bu ayetlerden izlep жүрген vaxtlarda qolu değil. Sonda qayğız yok bir Uygurluq nisbatlayan bir kartı mı yok diye bularının için. Aslında ahval aslında degenden Türkiye'de mi eğer şunda bir mümkünsüzlük bolsa, mümkünçülük eğer aslında bir xatar ahval aslında olsa, ondan keyin bunun bunda xatar ahval aslında bu adamın almısan olmaydı, belki kepil bulmuş, maşartını koyuvarından bilen ma adam tügün ölüdü ya birinin bulduğu depço, hükümetin anda qayıl kılıp hem ekerin bulan. Aslında yolları buldu buna. Çıkılan mesela kol koysulan onun bir adam kildiğen ya bir aile ya bir adam buldu. Kepil buldu. Hem de kanda mümkünçülükle ama Kanada Nimislan kalalayısla buldu orada degende. Uygur Kanada cemiyeti onda sponsorship holder deydi. Onda talep yok. Buldu just. Sizin avazınız sen üzülüp kalabadıdı. Kanada Uygur Cemiyeti'nin unda salayeti yok mu? Kanada Uygur Cemiyeti Akıl yolmanlılığı özü mesela teşkilat üstüde de ben bayağı dedim bu bir çirkav kibirlik olgan ben 5 adam tabanmayı dedim. Eğer 5 adam bulmuşsa bir teşkilat işte çirkav mecid bulamdı kibirlik bensi buldum. Ama Uygur Kanada Cemiyeti onda kibirlik verenmeydi. Onda kibirlikini ilişkin qarsam işte qancha 10-cı qo'dayman shunda tashkilotga Kanada degan asta kibirlik berish salaydi berganga uni iltimos qilib uni yo'lini mengib oldigan narsa uchun shartlari bor uni ichida esnada bir islom jamiyati bor hozir ular men bir vaqtda bir oyni yo'l olsam bizning bek to'shab ketdigilik aytilgan adimiz ekib beramaymiz deb ular uni deydi yillik balni oyni akagan cherkovga birlarini yo'l olsam hozir uning narsalari o'ri yo'q sifat yo'q ücret bizda Bekçik dep onun orun ajratmadıdı. Şunun hem de birden bir yol onda akıldığı teşkilatlarının ki oru yok dep turup aldıkken. Çünkü ulan pul koyuş gerek emas mı? Pul koyup akıldığı onun üstüne tolusu bu teşkilatlarının özünün adamları mesela Çerkav'ın hem de asasiyetini tonuş degende Hristiyanlar ne açıyor? Çıkrat akıldığı onun ki o meclisini öz bildiğin Arap ya ki Pakistan meclisi bu şu öz sanını toşturaydıkken bularca Afganlardan baliki ulan asasen Afganlıkine gelip şu bizim san yok dep durup aldıkken. Aşında ben bir beşcik sözler kettim bu kadar. Açıkçası yok. Şunun aslında gelip şu bu Uygur Kanada Cemiyeti'nde
salayeti yok. Lekin bular settlement işlerine kelgen adam gibi biz yardım kılmaz. Biz manda cemiyetin pulcuğu 5 adam tapsıp banka koyduğun pulu yok olsa, cemiyet seferberlik kılıp şu pullarını yığıp koyup birip kelgende biz bular bunda yardım kılmaz, öğütlerine tipsiga ayrıklandan iliz da settlement işlerine kılımız da koşumcu co-sponsor bulup çıksı buldu hocam. Uygur Kanada cemiyeti. İş şart Türkistan Kanada cemiyeti. Ondan ki kelbağan şu bir aile yeki bir adamga 5 adam tepsi gerek. Kanada'da Uygurlarımı oncular çıkamaz. Türkiye'de Uygur bekçi. Hem İslam kesemdeydi o. Birisini kısınız yani birisi kavatkan, birisini kısınız yani birisi kavatkan. Bir adamga 5'ini pişme bularsa ondan çık adamga 5 adamdan tepip ekiliş bir yerde pek asan işemezsem diyor. Lekin kısa bulduğun iş ama pek asan işemez. Elbette bu işkiranda Ahmet Alican Ahmet kardeşimiz var. Mesela bolapmı sizge yaxşı ümidi barken çoxum Ruqiya Turduş hanımla bu işlanıcık tecrübelik olup ketkenken dep nemeden ki ben tecrübelik olup ketmedim. Şu öz vaxtıda aşta yol menip o vaxtıda hem de bir ailenin ekelgenden hiç ailelik yol mansama bir skilemigen bayağı jaryanını depedim bu. O kanunlaylıkı jıldan jılga özgürep durdu. Onun gıylıkı bir adam bulamaydı. Aşı bir ailenin ekiliş için mi ben nurgun cedvel toştağın, nurgun yerlerine köreşken kat yazgan jo, hikayelerini yazgan, hakını onun gıylıkı interviyuyu tayarladık siz, interviyyünün ödemesi yani kilenmeydi demez mi? Şunun hikayelerini yazbırısız, o resmi bir advokata kılmış iş kıldığı hiç onunla. Hem de onun tecrübesi bu bir adamla bir kırk demeydi jo. Hem onu mesela mesela ben ekesem bir nekilerme, bir aylık beni koyamam. Lekin nurgun adam tutsa Türkiye'de. Hem bizim kadar ekep yok. elbette bir yerde Bana bir hat yazdı, başkasına hat yazdım. Ağzı karşısam bugün lan 10 baldan hat yaptı. Hem biz Türkiye'de. Adam işte 5 adam tepil bulduk ya biz ne gelsiniz. Ben kayısı birisi nereden tepip kanda ektim. Ben kanda kısını bilemem kaldım. Onun üstüne onun o vaktini bekçek gidiyordu. Çok olmuş işini kılgan bir adam buluş gerekçi o vaktini acır dalaytman. Ben hem daha iki adam yerden koyga vaxtlarımda o vaxtım xili battı. Şu vaqt çıkaralgan. Hazır ilik'i bizning işlerimizin bekçek çıkıp barda Xitoy karşı onu kılış gerek, bunu kılış gerek de. Özümnün vaxtımı onda yetiş bulamaydı. Hem öyümü Toronto içinden köçüp ketken boğandıkken istek körüp bir yerlerden bulamay kalmayan jo. Şunun benim onda cih vaxtın çıkıp ben bir yerde verdi veremeyim andan ben yardım kıldım ben tecrübelik ben bilmeden onda gap yok bir yer. ama bir yerde fakat bir ümit var. Yani sizlerde kırındaşlarınken de hazır mı Gülay Hanım yani bir kampanya kılıp hazır özü bir işini kıp baksak o bu dep hizmet kılıp tuttu. Bir yakından yardımcı bulup bu işte bir aile olsun mu, iki aile olsun mu bir destek kademde şuna yardımcı buluşunuzda ümit kılımız eminim. BDT'ye panalık tirigenler bolsa, kağıt çıkıp oğanlar bolsa, ularını asarak bulgandı. 5 adam tapsaklar, ularınkine bir ümit var ekegin buldu. Amdi kağıt çıkmaganlarınkine şu xatar aslı deyiş gerek. Türkiye'de rast Uygurlar xatar aslıdı mı? Çünkü Uygur yaşadı Türkiye'de ama Uygur urup tutup sola belgini yaxtaymış. Uçbaşkar kaydır belgen bir ahval yok. Şunu onu ispatlaşımı bekles. Onun dikken şu çokum onu ekiliş için 5 adam kepiliş için BDT'ninki şu başvurganda qabul qilgan kağızını aldı. Qabul qilgan kağızı babalarınki bize asan buldu 5 adam tapsa buldu. Am 5 adam ne şu Kanada Uygurlar bağlıq ki ularmı yılqı. Nemdeymiz? Tonuğa adamlarga egi chiqadi. Tonuğa adamlarga masalan bir adamga kepil bo'lishmi oson ish emas. Kepil bo'lib qo'l qo'ygan bilan bir yil ichida u odamda bir chataq chiqsa siz mas'ul bo'ldiganga. Shunaqa bir adam uningga cho'qim madam ishonchlik qo'l qo'y deb turib tepib qilish kerakchi. Shunday ishlar. Bo'ladi, rahmat sizga. Agar qaytib qo'ydigan so'zingiz bo'lsa olaman, bo'lmasa mishalikchi bo'ladi. Ammo yana bir qaytimda mana hozir Turkiyada o'zingiz bilasiz nurg'un qarindoshlarimiz qo'yimchi qo'ylab, biletlarni ziyon tortib jiddiy bir krizis var. Ayrim bir programma qilamiz. Alloh xolasa u vaqtda shu
bir yığız gepim var. Şəxsi uçur hem adamınki nayıtı mühim narsa. Şəxsi uçurun her qanday yerga xalqlar foydalanıp ketelaydı. Başqa dövlətlərə setüytəlaydı, Xitayğa setüytəlaydı. Şuna aldırıp işinip men akitgan bu qılalaydigan manda dedi italaydı deplam bayadidiniz hazır qoyulup ketbardı. Şəxsi uçurlarni başqalarga cıq dəməslik kerak. Eniq bolğanda hamma narsa muş qanunga tushunmagan, mushda bo'ldigan, mushda kepil bo'lgan adam borgan, menga chiqib ketgan vaqtida rasmiylashganda berish kerak. Bo'lmasa şəxsi uçurlarni o'zining vatandagi urug' tuqqanlari o'zining ahvoli to'g'risidagi nimish qilayotgan, nimish qilgan, pasportdagi ismlari pasport nomerlari bunda narsalarni çok kart nomerlari şəxsi narsalarni tanımagan, bilmagan, ishonmagan odamlarga Turkiyaga uyg'urlar qalaymagan demaslik kerak. Shuni qilib qo'ydim. Allah razı olsun. Rahmet sizge keyingi zamanda şu Türkiye'den Avrupa'ya başka kitimen dep koyulap ketivatkan, yolunu hata menip kılıvatkan, temtirep kılıvatkan kıyrandaşlarga bir meslehat berdiğin bir programı kılmakçımız. Şu vakti bir meslehatinizden alın inşallah. Tamam inşallah. Allah'a emanet. Boldu Allah'a emanet. Rahmet sizge. Rukiye Hanım'a rahmet etimiz. Nait samimiy şekilde özününki fikrini oturup koygan buldu. Vaktimiz bir yak bade aziz kıyrandaşlar. Program uzun bop ketdi edi. Kıyrandaşlar şu gepimiz tügümese qanday qilamiz? Yani bizninki işlar naiti addi emasken uzun vaqt ketadi ekan, onun için programlarımızın ba'zi uzab ketadi. Assalomu alaykum Guli xonim. Programımız ayağa keldi. Sizin ketip koyduğun sözünüz bolsa, qassınız boludu. Meninki sizge deydiganim bir qiyinchilik bolup atamdı. Mening sualim şu. Muştanga bir cevap bergech o'zingizning so'zini olgandan keyin programmani oyoqlashtiramiz. Maqul ben o'z xonimni bir davolay. Ruqayya To'tish xonimninki hozir ovoz qo'shganini anladim. Shundoq minnatdorligimni bildirmoqchi. Texmo tafsiliyroq tushuntirdi. Ananki o'ziniki tirishchanliklaridan ko'rilishga bo'ldi. Kanadadagi qarindoshlarimiz to'xtamay shundoq xizmatlarni qilyotdi. Shunaqa. Lekin mening keynimda cho'ng yo'lanchigim bor desam bo'ladi mana. Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining bosh raisi bizniki o'zimizniki to'plamishni qo'llab kelgan. Hozir mana sizniki ekraningizni bu programmada qo'llab quvvatlab anda barliq Kanadadagi Uyg'ur qarindoshlarni safarbar qilganligini aytdi. Men cho'ng rahmatimni bildirmoqchi. Rahmat. Anondan keyin Mehmet To'xtaganiki o'zgarib hozir demoqchi bo'lganim qo'llaydiganligi, odamlarning ko'p bo'lganligi bu texim bek xush qildi. Endi bu Ali Ahmed'in qaysi qarindishimiz fikrdan biraylarniki deyilgan to'g'risida ba'zi yanılı tushunchalar qolgan, uni qo'shib qo'ysam bo'ladi. Hukumat yo'li bilan aglish u mumkinchiligi bo'ladigan. Allohdan umid kesilmas. Kanada hukumatidagi nurg'un cho'ng shu siyosiy o'rindagi kishilar bilan hech kim ko'rishamsa shu Mehmet To'xtagimiz ko'rishyotdi, yo'lini mengyotdi. Bundan necha yillar burun ilgarimi shu Suriyaliklar anoninkin yaqin Rohingya musulmonlardan 5 mingni qabul qildi. Ularni qabul qilganda nimishga bizniki Uyg'urlarni qabul qilmaydi? Ashnaqa yo'l menayotgandan keyin moda qilmayli. Mehmet To'xtagimizniki 12 manga yo'li hukumat bilan manga yo'l. Mening manga yo'lim Kanadadagi xalqning kuchini qo'zg'atayli deb manga yo'l. Garchi ikkimizniki talg'an yo'li o'xshash bo'lmasa-mu, har ikkimizniki nishoni, maqsadi bir oylik bo'lsin-mu Kanadaga akilali deyishdi. Shunlashqa tashlabda Mehmet To'xtaganiki qarshi chiqishdagi bu sababi ham deb o'zingiz Ruqayya To'tish xonim bir qatim deb o'tdi. Tarafdan Kanadadagi qarindosh, Turkiyadagi qarindoshlar shunday telefon qilib bosh og'ritgan ish texmi ko'payib ketdi. Men bularniki beshini og'ritayotgan bo'ldim bir hisobda. Qayyum Masimov afannikimi, u akimiznikimi degan
Nemisi şu, ben bu işin oturup eşkandan keyin, şu işini seferber kılgandan keyin Türkiye'deki kırındaşlar bozulup ketdi. Mayli şartdagi tushimizin to'xtamay uchur yo'llab, telefon qilib, Bayit Turg'un apandi Turg'un raisimiz deganga o'xshash bizga sabrchanlik bilan kutalaydigan, sabrchanligi bor kishilarimiz anonki shartga tushadigan boy deganidek biz shu 5 oylik bo'lgan birdan bir shart tushdigini UNHCR ya'ni BDTniki e'tirof qilgan kishilar. Ularga tushish kerak. Shunlashqa meniki deydiqnim Kanadadagi qarindoshlar ularniki ittifoq xoslarning hech shubhalar bo'lmasin. Garchi o'tirimizda ozroq talash tortishlar bo'lsin, mana to'xtatmasga o'xshash dastlabdagi bunday qildi, keyindan hozir mana hammamiz tam kuch chiqargan bo'ldik. Mayli qaysi yo'lda bo'lsin. Shunlashqa sizlar Turkiyadagi qarindoshlar sizlar hozir mana bizning qo'limizdan kelishicha qilyapmiz. Men ham qila oladiganim shu. Özlerinin bildiğin yollarını hem baharlaşlar kılık hem de Kanada'daki kırındaşlarını bir seferber kılışlar kılık. Bu maqsadımki sizniki programınız arkalık yedim. Sizge ben olaydı rahmet edimen. Kanada'daki kırındaşlardan bulup mu Tuygun Abdüveli reisimiz barlıq kırındaşlarını sefer kılıp meninki kılatma işlerinden kollap koydular. Bəyini olaydı rahmet edimen. Türkiye'deki kırındaşlarının bir sabırcan buluş için eğer alaqlaşmakçı olsa onda bu yerdeki halkımızdaki material olsa evet koysanlar buludu. Meniki email adresim yani Türkiye'deki tizimlaşma işletilgen email adresi şu uygurrefugee10@gmail.com. Buludu bunu işkiranğa yazıp koyuldu inşallah. Allah kılışlığı elbette nurgun Şahsi turmuşaga avarçılık etmemeli. Biz to'xtab qolganimiz yo'q. Mehmet akam to'xtab qolgani yo'q. Ruhiya Turdish xonim shundoq jon dil bilan fidolik bilan ishlar etibdi. Bizniki Turg'un raisimiz va bu yerdagi faoliyatlarga hamda boshqa barliq jamoatlarniki eng beshi hammamizga vakolatdan so'zlaydigan kishi Kanadadagi qarindoshlarimiz sizlarni hech qachon unutib qolganimiz yo'q. inşallah. Ya o doğruda men siz bilan hem fikirde ama men o'ttirdi turaman deb şoň bek jiq fikrini beğenmedim. Xalqymyzyň ikran olumuz deb iloj va xalq tarapy turup otaman. Hem o qarindişimizning özüge laýyk şekilde belkim açyk gap qalgan boluşy mumkin. Onu hürmet kılış gerek ama Mehmet Toxtun'unki hizmet kılıvatkanlığını biz bilimiz. Kılıvatıdı, itivatıdı ama bir adam hemmiş ulgürüp olamaydı. Yani bunun tampon şekilde turuşumuz lazım. Yani karşı tarafınki hizmetini inkar kılıp etmeslikimiz gerek. O doğruda özünün koldan kilovatkan hizmetini kılıvatıdı Mehmet Toxtun'u. İnşallah bunun kim kılıdı ama ilk 2 adam 5 adam o bu demey bir adam bolsa mu başlayla işini inşallah. Rukiye Hanım'ın sözü qaragan vaqtida şu bazı bir adam yetişemeydi şu ama siz buna baş olsanız başkalar sizge bir yardımcı bolup berse o Kanada Uygur Cemiyeti'nin reisi mi ben bunu bütün gücüm bilen kollayım hatta men özümün ailesi kepil bolumen dedi. İnşallah Allah size nisip kılsa bir qancha aileni ekte alsanlar şu biz üçün çoğun qalbi boldu inşallah. Onundan başka sizge dep koyduğun sözün elbette bu meydana çıkkandaki nurgun insanlar sizge yazıdı, izleydi, taraftan izleydi. Bu bir Allah'ın rahmeti için. Biz başkalarına ihtiyacımız bulmayı, başkalar bizge düşse elbette yolda havadaki bir kuş, denizdeki bir balık bizge ihtiyacı düşse derhal onların ihtiyacını kamdiyalasak inşallah onlar biz için sayraydı, biz için üzüdü. Biz için hizmet kıladı inşallah. Şuna boşaşmay, ümitsizlenmeyi sizlerimi cesaret ölen bir çıkıp baksanlar inşallah her vakit bizim stüdyomuz her vakit sizlerin yanında destekçi yani kollayımız sizlerini inşallah. Köp rahmet. Bundaqda siz e-mail adresinizni bana WhatsApp'tan yollab qo'ying, men darhol ekranға kirgizib qo'yay. Fakat şu şartdagi tushilgan qarindoshlarimiz UNHCR'niki materiali bo'lsa bo'ladi, lekin hozircha evatmay tursin chunki o'zimizniki qo'lida Mehmet Toxtakam elib etdik 11.800 kishining ichida bizniki bu UNHCR qo'lqo'larimiz bor. Eng jabr xizmat qanchalar shu xizmat qarindoshlarimiz ham bu yerdan keplam turib hemen telefon qabul qilsam Kanadadagi qarindoshlarimiz biz kepil bo'lamiz esa shular o'zaro hamkorlashadigan onun telefon qabul qilsam bo'ldi. Türkiye'deki 10 neçe minglagan kishilarniki bu Kanadadagi qarindoshlarga telefon qilib undaq baş ağrıtışı meniki bu yo'llarimni
to'sab qo'yishi mumkin. Ya'ni modernlikka qarshilik bir chiqishi. Shundoq. Sizning xizmatingizga to'salg'i bo'lmayli aziz qarindoshlar. Faqat shu shartga uyg'un keldiganlar shu emailga yo'llanglar, ammo tarafdan telefon qilib boshini og'ritib, chunki bular ishlaydi. Oilasi bor, ishlaydi. Jon boqmasa bo'lmaydi masalan, u yerdami yetib yeydigan ish yo'q. Shunga avvalchilik keltirmasliklarni Ko'nglim yerim bo'lgandan keyin ish qilib beramigan ekan, telefonlarni olamadim, uchillarimni qaytaramadim. U faqat menga tatbiq ishlam. Ko'nglimdagi yerim shuni qaytaramadim, uchillarimni hozir ekranning o'zida sizlarni o'zi tilayman. Xo'pmanglar. Alloh afv qilsin. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Uzr tilashning hojati yo'q. Xalqimiz amal yo'q. Shu biz agar vatandagi vaqtimiz chet elga chiqamiz deb chet eldagilarga nurg'un nim qildik. Hatto mening yodimda bor. Men 2000-yillarda yoki balkim 2002-2003-yillarda edi. Avstraliyadagi bir kishi bilan aloqalashib, balkim programmamni ko'rsa, men tunji qitimda aytaman bu so'zni. Chet elga chiqish uchun Avstraliyadagi bir kishiningki vaqt o'tib ketgan bir pasportini men uvatib bergan. Ya'ni mening chet elga chiqib olishim uchun shu vaqtlar, demak shu vaqt ashtaq chet eldagilarga shunday nim qilgandik. Bugun Turkiyadami balkim bizning ikkinchi vatanimiz, ammo ba'zi bir qiyinchiliklar mavjud bo'lganligi uchun ba'zi qarindoshlar Yevropadagi, Amerikadagi, Avstraliya, Kanadadagi qarindoshlarga shunday dardini aytishga majbur bo'lib qoldi. Shu sizlarni izlashga majbur. Buni to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Ko'pchilikga rahmat. Bo'ldi Alloh. Qatnashgan har bir qarindishimiz ham Alloh ko'p rahmat. Bo'ldi Alloh emanet. Aziz qarindoshlar, Guli xonim biroz tafsiliy tushuntirib qo'ydi. Agar taqim tafsiliy qilmoqchi bo'lgan qarindoshlar boshdan ko'rsanglar bo'ladi. Ahmad qarindishimizni abayman biroz ovoz, sirtning ovozi aralashganlik uchun uzilib ketib qolgan edi. Men oxirgi so'zlarni ilib, shuning bilan programmani oyoqlashtiraman. Agar bu to'g'risida savoli bor, gap so'zi bor qarindoshlar bo'lib qolsa, naq maydon telefon qilsanglar, Guli xonimga ekranning orqasida so'rab bersam bo'ladi. Inshaalloh. Bu qarindishimiz bilan aloqalash qilib bo'lmadi. Bundan olsa programmamiz bu yerda oyoqlasin. Hammani Allohga topshirdim. İnşallah kelgusi zamonlarda yana millatimiz yo'li qo'yayotgan eng og'ir masalalar, krizislar va buning chiqish yo'llari ustida davomli programma qilamiz. Agar bir ishda qiyinchilikqa yo'liqsangiz, programma orqali tashkilotlarga, raislarimizga, hukumatlarga so'zingiz bo'lsa, fikringiz bo'lsa